Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi. Xabaringizda bo'lgandek, e'londa berilgandek, 36 yilga aloqador izlanishlar qilayotgan ziyolilarimizdan qanchalik bor bilmaymiz, ammo hozirga qadar bizga meva berib kelayotgan, bo'libmi ekranimiz orqali xalqimizga bu sohadagi izlanishlarni taqdim qilib kelayotgan Mavlon Yasin afanini hammadan taniymiz. Türlük özününki qiziqishi, xalqning ehtiyoji bo'lgan sohalarga asosan keng doiralik nazar selayotidu. Qimmatli vaqtidan vaqt ajratib, izlanishlarni ilib berib, har program uchun soatlarcha tayyorlik qilib, kunlarcha material ko'rib, bizga 1-2 soatlik leksiyalarni taqdim qilib kelyotidu. Bir insonning hayotida eng qimmat narsa uning vaqti. Aş vaqtini chiqarib turib, bizga ahamiyat, qimmat berayotganligi uchun Mavlon Yasin afandiga albatta har qatim rahmat aytib kelyapmiz. Sizlarning bu fursatni g'animat bilib, do'st birodarlaringizga programmalarni taqdim qilib qo'yishinglarni, o'zinglar bilan manfaatlanib qolmay, boshqalarni manfaatlantirishga yordam qilib qo'yishinglarni umid qilamiz, qarindoshlar. Ekranimizda izlanishchan Mavlon Yasin afandi. Assalomu alaykum, Mavlon aka, xush keldingiz. Aleyküm esselam rahmetullahi ve berekatuhu. Ben avval şu sözleştim burun bir neçe işin dep koyay. Birinci, men bu gülünün fırkıga şunda sezgür, bunun üç görüp aşında bu gitme. Onu al degendek bu üyümesinin aldı keyinde hodun bir 60 neçbat etir gülünü çıkan çiğçilip o pırak çıkıp burulurum tutup şunaşka cayvaklarda bunun tutup gelip üldürüm avazlarım sen haran korun bop kaldı keçirim sorayım. İkinci O'tir Asiyadagi bir qerinchim menga telefon qilib, xeyli cho'ng bir ziyoli. Siz bu 36 yildagi misollarni qaysi kitobdan oldingiz deydi. Men kitobdan olmayman. Men masalan buni qanday tayyorlab qilmansa, kompyuterimda 36 yilini 36 folder, ya'ni direktor qurib olman. Her bir yilida shuning uchun men materiallar o'qish jarayonida, kitob o'qish jarayonida, videolar anglash jarayonida, men bu 36 yil menga yoda. Hemen ezelden bu yan. Mavi yile, may hikaye, may nimege çıp kaldı kendem. Aşı kaysı doğru kelgen materyallarını şu folderga sip koyayım. Folder demiştim de Uygurca ne kaldı? Aşının Dosya xaltası da. Dosya fonksiyon. Şunu içine sip koyayım. Şunu sip koyup ben de kaysı folder bunda qarsam material xeyli to'liq bo'lib qolsa, mana to'liq qopti, mana bir 10 misol o'qibdi degandeken, endi o'tirib shuni yozdim. Shuning uchun mening bu 36 yil to'g'riliq so'zlaganlarim ritmlik emas. Qaysi hozir masalan bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz 36 yili 6 bob, 4-bobdagi 1-yili, ya'ni 19-yili 36 yil. Shuni so'zlayman tayyorligimiz qilib turibdi. Ya muşu meselelerni dep koyay gahtan muşunda. Onundan keyin muşlarni men faqat 36 yila desam muşning bilan to'xtab qolmaydi. Chunki bu 36 yilini tushunish uchun siz Xitoy madaniyatini, tarixini tushunishingiz to'g'ri keladi. Buni tushunmay 36 yilini tushunmaysiz. Shuning uchun men har bir leksiyada shu 36 yilning kelib chiqish jarayoni, bunun içindeki bununla çetişli Xitay medeniyeti, tarixlerimi qısqa so'zlab o'tib ketib boraman. Bu hammalarning tushunishiga foydasi bo'lsin dem. Chunki u nurg'un narsalar bu 2000 yil burungi Xitoylarning klassik böyle Guhanyu deb qo'ydi, shu yoziqida yozgan bu nurg'uninglar tushunmaysizlar Uyg'urlar. Shunga men aşı tillarni Aşı her bir so'zlaganda aşının ketib şu doğruluk gaybir Xitoy medeniyetini tushunmay ketmaydi. Xitoy medeniyetini tushunmak intayin oson ham tez. Shundacha shunga men nurg'un so'zlaganda tarixiy bir ishlarni aşının qistirib o'tib ketib boraman shunga. Ammo men 36 yilining so'zlab berayli, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz shu 4-bobdagi 4-bob birinci yilisi, yani 36 yılıga nisbeten 19. yılını sözleyimiz. Kazanның qayınçışını to'xtatish uchun o'choqning o'tini tart degan. Onu gayaqdan men nim qilib qozonning qayınçışını to'xtataman desam, o'choqning o'tini tart deb olaman. Ikkisi o'xshash bir manda. Masalanga
birinchi ava kirish so'zim bo'lib qolsin, o'sha rasm birinchi mishat tursin. Ma sol tarafimda qizil chumda qilib qo'yganim Sunzi Bingfa, Sunzi urush san'ati. Buni urush Uyg'urchada Uyg'ur strategiyasi, Uyg'ur taktikasi deb olibdi. Men urush san'ati deb oldim. Inglizchada Art of War, urush san'ati deb olgan. Altı yılı, 36 yılını top yizip çıkan var iki kitabında qarsanlar. Rəsm işarət olsun, biz bu 36 yıl toğırlıq bir yürüş leksiyalarda iki kitabını asas qılmız. Məşə yuqorda köygən. Birisi Sunzi hərbi qaysı. Şu dəvirdə onu Qumuş yazğan, Qumuşun tüpüdə yazılğan vaxt xat çıxmağan vaxtı. Yana birisi 36 yılı. Bu iki kitabның münasibətini bilib qoyuş bu leksiyani düşünüşünün bir zörür şərti. Sunzi uruş san'ati bo'lsa Munavvar askarlar kitobi. Uning bundaq dongliq bo'lish sababi u Xitoy tarixidagi birinchi harbiy kitob. Amaliyotda dunyo tarixi bo'yicha eng burun harbiy kitob hisoblandi. Bu kitobni o'qib tushunish bek tas. O 2500 yil burungi qadimki yeziqda yozilgan. Bugun ko'p sondagi Xitoylar o'zini o'qib tushunmaydi uni, qadimki yeziqni o'qolmaydi. Uning ustiga bu bir harbiy ishlarni yozgan kitob. Agar siz harbiy ishlardan yetarlik bilimingiz bo'lmasa, bu kitobni o'qib bir damdala zerikisiz. Chunki bu kitob bek abstrakt va tushunmak bek tas. 36 yılı bo'lsa keyin paydo bo'lgan. Uning tipik urushdagi qimmati oldingidan ko'p ustun. U Xitoyning qadimki zamon urushining muvaffaqiyat qozong'uvchisi. Xitoy tarixida 1368 dan 1646 yilgacha bo'lgan oraliqni Ming sulolasi, Ming Chao deb ataydi. 1636 yildan 1912 yılı Çin Chao xandalığını ağdırıp etken yılgıcı bulgan ağırlıqını Çin sulalisi, Çin Chao ataydı. 36 yıla resmi kitap bulup yilişi muşu iki sulala devirde yazılıp tamamlaşkan. 1500 yıl buru o çıkışıqı başlayan, yazılışıga muşu vakti yazılgan. Bu ikisinin farkı Sunzi uruş san'ati nayta abstrakt ve felsefelik noktadan yazılgan. O urushning asosiy prinsiplarini eng yuqori seviyadan oshkorlaydi. Shunga uni o'qib tushunish oson emas. 36 yila hikoyalar orqali masalalarni tushundirdi. Shunga uni keng amma oson qabul qila oladi. Sunzi urush san'ati nayt keng doirani qoplaydi. O'z ichiga oldi, nayt keng doirani qoplaydi. Masalan, havo rayi, siyosiy sharoat, vaqt, fursat, coğrafya şəraiti, xalqlarning ahvoli, askarlarning yurish surati va turg'uzish sharoiti, birga turish sharoiti, shaharga hujum qilish, shaharni qo'g'dash qatorliq hamma jihatni qoplagan. Sunzi urush san'atida konkret tadbir oz. To'liroq generallarning qandoq qilib jangga rahbarlik qilish haqida, düşmanning kuchli taraflaridan o'zini opqichib, ojiz nuqsaga zarba berish, qiyinchilik ahvolda aktivlikni qo'lga keltirish, o't va o'qyani, qadimgi savanda so'qish azi o't va o'qya bilan bo'ldi. O't va o'qyani qandoq vaqtda ishlatish qatorliq yuqori qatlamda masalani analiz qiladi. U Xitoy tarixidagi harbiy strategiyachilari, siyosun ve mutafakkurlarga intayin cho'ng ta'sir ko'rsatgan. 36 yilning hammasi konkret tadbir ustida to'xtaydi. Urushda har xil sharoit o'zgarib turadi. Uni mo'ljarlash qiyin. Generallarga har xil hiylalarni ishlatib g'alaba qozonishni o'rgatadi. Her bir hiyani nurg'un hikoyalar bilan tushundiradi. Buni odatdagi xalqmi tushunalaydi. Uningda siyosat, harbiy ishlar,
diplomatiya, savdo, korxon boshqarish, kishilik munosabat, shaxsiy turmush qatorliq taraflarda zo'r nuqtaliq, zo'r utuqliqqa erishgan misollar nihoyat ko'p. Sunzi urush san'ati bilan 36 yilani oltin oltin hamrolar deb ataydi. Xitoyda askarni so'ngidek ishlat, taktikada 36 yilani esingdan chiqarma deydi. Yung Bing Ru Sunzi 436 degan ta'lim bor. Buning ma'nosi cho'ng urush tadbirlarini va o'rinlashtirishni Sunzi urush san'ati ko'rsatganda tahlil qil va ijro qil. Konkret urush janglarda 36 yilini qo'llansang, bu urush janglarini texmi yaxshi yo'lga qo'ya olaysan. Shuning uchun men bu so'zlamoqchi bo'lgan 36 haqidagi leksiyalarda bu ikki kitobni bir-birsiga hamdam qilib ishlataman. Birdam so'ngminfa, birdam andayman. Har bir leksiyaning mustaqilligini saqlab qilish uchun ba'zi mazmunlarni 36 yilining o'xshamagan leksiyalarda takrorlab manaman. Bu xil yezish yangi zamon chiqqan objective writing deydi, bir xil usul. Burun kitoblarda yezib bir yer chiqib palonchi mazmunni tushunsangiz, kitobning palonchi yeriga, palonchi bepiga berib o'qib bunday imzo berib qo'yadi. Hozir uni qilmaydigan bo'lib ketdi nurg'un texnikalarda. Ashani bir kitobda bo'lsa 5 qitim bo'lsa, ilk nasl 5 qitim takrorlaydi. Chunki hozir xalqlar uchur davrida hech kimning yiliqiga berib izlaydigan vaqti yo'q. Şu Amerika'da mesela bu texnikal kitaplarda, yumuşak detal kitaplar nurg'un yerlarda bir paragraf, bir 10-15 kurluq bir nimalar bo'lsa, palonchiga bering demaydi. Bir kitobni 5 qitim takror bo'lsa, 5 qitim ashak ishiltigan bo'ldi. Chunki xalqlar hech kim qaytib berib o'qimaydi. Hozir xalqlarning unda vaqti bo'lmay qoldi. Shuning uchun buni objective writing deydi. Buni yaqin 20-30 yil chiqqan bir yangi texnika yoki tarixlardagi kitoblarda ilinayotgan bir xil usul. Kirish so'zim ishagi bo'lsin, menimki 36 bo'lgan. Shu ikkisini farqini tushuntirib qo'ydim. Biz bu bir yurish 36 to'g'riliq leksiyada Xitoyning butun siyosiy, iqtisodiy, diplomatiy siyosiy, ma'muriy, harbiy, madaniyatiy, falsafasi, logikalik tafakkuri, insonlar bilan ilib boradigan munosabat, bolalarni tarbiyalash usul, 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasining o'y xiyoli, barliq so'z va harakatlari, yig'a va kulgilari, hikoya va cho'chak, savdo setiq, qiz o'g'illar ilib borgan muhabbat, mag'rur va haqovurlik manbasi, tomoqni yeyish, bir narsani choynash qatorliq har qanday ishlarga, harakatlarga, qilmishlarga, psixologiyasiga, ideologiyasiga va prinsiplariga yetakchilik qiladigan 36 yil usti to'xtaymiz. Bu 36 yilini ilvatsangiz Xitoyda hech nima yo'q. Chunki hamma nimasi har kuni, har bir qadmiy bo'lamish 36 yili bilan yashaydi. Psixologiya g'arbda ilm-fan bo'lib shakllanganiga texi endi 100 yildan oshdi. 100 yil bo'ldi desak bo'ldi. Psixologiya degan nima bo'lsangiz, psixologiya bo'lsa insonlarning ideya, tushunish iqtidori, pahas bo'lish darajasi, kayfiyati, aql zihni, subyektivchilik, harakatlantirgich kuch, mingning funksiyasi, yurish turish, taraqqiy darajasi, xarakteri qatorliqlarni o'rganadigan kasb. Mushlarni o'rgangan narsani biz psixologiya darsi deymiz. Hozir Uyg'urlardimi chatda yo'q, vatandan bu psixologiya darsi bo'libdi. Yaqinda bir necha anglab qoldim, Turkiyadagi bir xonim Kamila Fazilg'u deymizmi? To'g'ri aniq emas. Shu ayolning psixologiya to'g'riliq darsdan tuzlab yutibdi. Bir necha darsni angladim. Uni Uyg'urlar ashada anglasanglar aqchaslarga foydasi bor. Psixologiya degan bu ilm-fan Xitoyning yiniga borganda 36 yilga aylanib ketdi. Xitoycha masalan Amerikada psixologiyani so'zlab anglasangiz bir yoqda, Xitoyning 36 psixologiya darsini so'zlasangiz xuddi 36 yilini anglayotgandek anglaysiz. Uyg'urlar Xitoyning yillar suiqasdlarini sistemlab tadqiq qiladigan vaqt surib allaqachon o'tib ketdi.
Xitayning yilasini sanoqli Xitoycha o'qigan, bo'libmi Xitoycha qadimgi tilni o'qigan va diqqat qiladigan ziyolilarla emas, butun Uyg'ur xalqi mukammal bilishi kerak. Bu mening mushun so'zlab ketib qolganim bir turki kuch. Mushuning sababidan so'zlayapman. Men bu suhbat orqali qum chechib marvoyit olmoqni maqsad qildim. Yana yüze fikrimni o'ttirga qo'yib, boshqalarning qimmatli fikrining o'ttirga chiqishiga intilgan mening bir tirishchanligim. Xitoyning yila suiqasdlarini sistemlik tadqiqot qilayli. Ben sizlar qildigan chaqiriq va o'zimizning bu millatga qayta mag'lub bo'lgan sababini izlanayli. Bu döt Xitoy, u bu da tillaydi, o tillashni qo'yib qo'yinglar, bu Xitoylar döt emas. Bizni qayta mag'lub qilib o'tgan millat. Bularning ichida biz g'alaba qozonib boqmagan millat. To'g'rimi? Shuning uchun burun qadag'animiz, men bu Mo'ng'ullar bo'lsin, bu Xitoylar kelgan yoq, biz dadil mag'lublar bo'lib keldik. Bizni qayta mag'lub qilib o'tgan millat. Shuning uchun uni hargiz döt Xitoy deb tillamanglar. Ularning oldida ular aql buni tushuninglar. Men Uyg'urlarning bu suhbatni astoydil anglab chiqishni taklif qilaman. Anglash orqali bu suhbatda so'zlaganlarimga tuzitish, to'liqlash, yenglash kirgizib, Xitoyning yila mikriga bo'lgan tushunchamizni texmo mukammal bo'ldi deb o'ylayman. Ajdodlarimiz bu yillarning oldida qandoq vayron bo'lganligiga tushunchamiz mukammal nazariyalik saviyaga yetdi. Har qanday narsa bir nazariya saviyaga yetmagach siz uni tushunmaysiz, tuyg'u saviyada qolasiz. Cho'qim aşı bir narsa sizning nazariya saviyaga yetganda siz endi uni tushunsiz. Bu yillarni bizmi Xitoyga qarshi ilib ketib qolgan mustaqil harakatlarimizga foysi bor deb qarayman va shuning uchun o'zimning 36 yiliga bo'lgan tadqiqotlarimni fidoyi ekrani orqali xalqqa sunishni to'g'ri ko'rdim. Hammanglar anglanglar, savolinglar bo'lsa qo'yinglar. Masalanga boshqa tema to'g'riliqmi, mush to'g'riliq bir so'zlamoqchi bo'ling deb beringlar desanglar, men o'zimning tadqiqotni cho'qim javob beraman. Har qanday narsani misol bilan tushuntirish oson to'xtaydi va anglag'uvchilarmi o'zining beshidan o'tgan tajriba savoqlar bilan bog'lay oladi. So'nglardi qaysi nazariya xalq tushunmadi, Jugolyanlar tushunadi. Keyin 36 yilini misollar bilan kelganda hamma xalq tushunadigan bo'ldi. Shuning uchun men bu suhbatda cho'nqur nazariya so'zlashdan o'zimni olib chiqib, misollar orqali tushuntirishga tirishman. Nazariya so'zlab beringlar, toza nazariya so'zlaydigan odamman. Men har bir yila ustida to'xtaganda o'xshamagan sohalardan 10 misolni so'zlab o'taman. Bular men o'zim keltirgan savol bir yerlarda menda 36 to'g'riliq menda misollar deydigan bunda kitob yo'q. Men deymanga shu misollarni to'g'rab, qaysi nimaga 10 misol chiqsa shu vaqtda shu misolni so'zlayman. Milladiydan burun 771'den 221 yılgacha bo'lgan bu davrni Xitoy tarixida bahor kuz urush davri Chunchujango shiday deb ataydi. Rasm 2ga akab qo'ying afka. Mana rasmning bahor kuz urush davri. Shu vaqtida bahor Xitoylar 7 davlat. Bularning hammasi Xitoy emas, g'ayri otliq bilan keyin Xitoylashib ketdi. Ma o'ng tarafdagi Xitoy asli xaritasi desangiz, ichidagi kichik bir yer, mana Xitoyning asli xaritasi mushu. Mushu Xitoylarning to'ridan ilingan, ya'ni kitoblar. Hozir Tayvanlarning ham yerdan chiqsa, mana Xitoylarning asli zimni bu Sharq Turkiston degan Xitoyga tavadaydigan yo'q gap qadimki. Yaqinmi kelmaydi. Tuanda so'zlab tek Sharq Turkistonlar ularning ziminiga Uyg'urlar doim hujum qilib turadi. Qadimgi davrda Xitoyda faqatla ikkili fasli bo'lgan. Biri bahor, biri kuz degan ikkili hukm bor. Chunki bahorda terikchilik qiladi, kuzda hosil oladi. Bu ikkisi eng muhim vaqt nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Shu vaqtda Xitoylar butun yilni ikkili fasliga bo'ladi. Bu davrda 7 davlat bo'lgan. Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei, Qin. 7 davlat bo'lgan. O'sha yilqa xaritada 7 chiziq bor ana. Machatda ana. O'sha 7 davlat bo'lgan. Bu 7 davlat o'ttirsida uzun yil hukmronlik talashish urush bo'ldi.
Ахыры Чин дәүләте Чин Шуан dövleti qalğan 6 dövlətni yoxutub birlikə əkildi. Şunun bilən uruş dəvrinin axırlaşqanlığından deyrək verdi. Şunun üçün bu dəvrni bahar köz uruş dəvri deyə ataydı. Çünki o vaxtda faqat 2 fəsli var. Keyin yazlıq kalendar Xitay şali deydi, kirişkə əgişib bahar, yaz, köz, qish deb 4 fəsliga ayrilgan. O nimishqa bahar köz deydi deb qamanglar. Çünki o vaxtda Xitayda faqat 2 fəsli var. Bu rəsm 2-dəki abay körsətdik qoy. Rəsm 2-ni aşağı qoyun, aşağı midir. Rəsm 2-dəki bu xəritədən körgəni buldu. Xitayның əsli zimini Sədicin Sipilinin içi bilən çəkləngan. Ma o'ng tarafdagi mayliq rəsmni ko'rsanglar, Xitay əsli xəritəsi degan. Xitayның Sədicin Sipiliga ən to'liq tunishtirish degan bir kitob bor Xitayning. Zhongguo Wanli Chengcheng Zuyquan Jieshao degan. degan maqolda, bu uzun maqol deyimli bir 20 betlik maqolda mundaq yozgan. Qin Shi Huang Xitoyni birlikka keltirgandan keyin o shimoliy ko'chmanlarning, ma gap esinglarda qolsin, o shimoliy ko'chmanlarning tajovuzidan mudofialanish uchun Sadichin Sipilni silishni buyurdi. Bu Xitoy tarixida tunji qitim to'saq hosil qilib silingan uzluksiz sipil. Hozir nakilga hozirgi bu faqat 4 o'lka. Henan, Shanxi, Hebey, Shanxi. Ma 2 Shanxi bor, bir tog'dagi Shanxi, yana bir Shanxi, 2 o'lka. Mushu 4 o'lka qatorliq joylarni o'z ichiga oldi. Xitoyning zimini shunchalik zimin bu. Xitoyma yuqori deb ketdim-ku, shimoliy ko'chmanlarning tajovuzga mudofaa qilinish uchun degan. Xitoy har qanday lug'atga kirsanglar, Xitoy lug'at kirsanglar, shimoliy ko'chmanlarning deganlar Xunlar va bilan turklar. Biz Uyg'urlarni Xunlar degan Mo'ng'ullar, Uyg'urlar mushtaq topli nimasiniki ajmisi qo'y mushtaqliqi toplanib ketgan ximiy turshi. Unga turklar degan mush 2 millatni Xitoylar shu vaqtda shimoliy ko'chmanlar deb atadi. Bizdan ular kichikkan hozirgi 4 o'lkaning ichida yashadi. Sunzi urush san'ati bo'lsa shu davrning oxirida yashagan siyosiy va harbiy olim Sun Wu yozgan harbiy kitob. Nimishqa Sunzi deydi desangiz, Z degan Xitoy burun ilmi, bilimi bor cho'ng ziyonlarga Z degan ishlatdi. Xudoda doktor degan ismlarni ishlatgandek, masalan bir cho'ng ziyol bo'lsa, Wang birin bo'lsa, uni cho'ng ziyol uni hurmat qilsa Wang Z deydi. Uni odamning ismi Sun Wu yozgan. Kitap Sunzi Bingfa bo'lsa Xitoy tarixida mavjud bo'lgan eng burungi harbiy kitob. Harbiy tarixchilar, dunyo bo'yicha harbiy tarixchilar buni dunyodagi eng qadimgi harbiy asarlarning biri deb baholaydi. Bu kitob jami 13 bob. 6000 xat bilan tamomlashgan. 36 yil kim mushini xalqlarga tushuntirish uchun buni ommiy boplashtirgan. Mushu kitobdan hosil bo'lgan. Shu davrdan tortib bugun kun qadar Xitoy harbiy, siyosiy, diplomatiya va barliq ishlarni planlaganda qo'llanilgan strategiya va taktikalar mushu sun'iy urush san'atini asos qilib loyihalab kelyotidi va ijro qilib kelyotidi. Uyg'urlar sun'iy urush san'atini va 36 yilini o'rganish orqali Xitoyga bo'lgan tushunchasi cho'nqurlashidi, to'liqlanadi va Xitoyga to'xtamay mag'lub bo'lib kelayotgan sababini bir oydinlashtirib oladi. Men sun'iy urush san'ati bilan 36 yilining o'xshashligini va farqini kirish so'zda qisqa so'zlab o'tgan. Endi masalan urush qilmay g'alaba qilma bu prinsip bo'lsa sun'iy urush san'atining mig'izi yoki yadrosi deb hisoblanadi. Sun'iy urush san'atida mundaq yozilgan rasm 3ga gap qo'ying. Mana Xitoyda xatni ko'rsatib bo'ldi. Men Xitoy tilini o'qib жүрмәй hammasida, uzundan uzun. Men Uyg'ur tilini o'qib beray. Mana o'xshab Bayjan Bayshing Fei Shanzhe Shanzhe Yi Bujan Yuren Zhibin Shanzhe Yi.
qadimki tillar shunday edi. Buni Uyg'urchasi hamma Баяғы мен өзім мәсул болуш үшін bu tarjimamga alayda Mevlana Yasin tarjimasi deb yetib qo'ymaymiz oldiga. Bu tarjimga men o'zim mas'ul. Hamma jangda g'alba qilib yengilmagan general eng ulug' general emas. Urush qilmay dushmanni bo'ysundirgan general eng ulug' general. Bu tunji harbiy san'atining yadrosi. Bu cümlenin ta'kidlayotgani haqiqiy dona general takdir qilish, yetaklash, lobbichilik qilish, qoyil qilish qatorliq urushlar orqali dushmanni jang qilmay taslim qildirish. O'zimizni tekshirib baksak, bizning ikki jumhuriyatimizni Xitoy mushu prinsipda vayron qilgan. Bizning ikki jumhuriyatimizni, ikkinchi jumhuriyatning 40 ming eng az deganda bununla Xitoyda materialni o'qisangiz o'xshash chiqadi, Uyg'ur materiallarimi chiqadi. Uyg'urlarda g'ayvaqti 100 ming deydi, amaliyat 100 ming degani to'g'ri. Chunki 40 ming oldin safdan boshqa siz butun nima viloyatga yoshlarni, erlarni hammani jangga safarbarlik qilasiz emas. Umi jangchi kiradi. Shunga hozir muntizam oldingi safda 40 ming muntizam qurol bilan qurollangan milliy armiya bir pay o'q chiqarmay Ürümçide aranlar 960 askeri kalgan Xitayga, o vaxtda Gomindanga taslim buluş xitapname 11 bitimge kol koygan. Bununla əgişibla Xitay armiyasının Şərqi Türkistan'a kirivatqan, açarçılıqda qalgan ve kimleri cul bulup halsızlanıp aranla mağalaydıgan 5000 avangard askerge bütün kuralını tapşırıp 40 maşinda Ürümçide yemek içmek, kiyim keçek ilip, Ürümçide 1000 kilometre minip, Çinhay ülkesine berip, Xitay şu 5000 askerden halturap aldığı çıkıp, bu öley degen Xitay askerlerinin kotaklarını toydurup, bedellerini tadlap, yeni kiyimlerini keydirip, tik durup ulan salam verip, hürmet bildirip, Daqlı dumbaqlarını çilip Şərqi Türkistan'a başlatgan. Aldığı Gomindan Ken Gongsan'da işkezi Xitay. Mao Zedong'a, ben Mao Zedong'a haqiqiy qol qo'yman bu Xitoyga. Mao Zedong Şərqi Türkistan'ı işgal qilishda urush qilmay g'alaba qilmoq prinsipining shonli ulgusini yaratdi. Şərqi Türkistan xalqi g'alaba qozongan taraf mag'lub bo'lgan tarafga bosh egib taslim bo'lib va o'mlab oldiga berib tazim qilgan misolni yaratdi. Biz ulug' bizning avlodlarimiz ulug' deb so'zlamanglar. Bizning avlodimiz ulug' emas. Sizlar bizning otimiz va buvimizni hisoblasak, bular bir yurish nodonlar, dutlar, lahvolar. Gayet açınken lamzendeler de versiniz bu deylik turpancı tilli versiniz. Şundak adamlar biz şulanın evladı. Hazır çettel qarab kösekler bülüdü. Biz yaşayotgan hazır atı bulmasını közde tutsak biz ulug' Uyg'urlarning evladı emas. Biz muşundak düt, kalva, naçar eski Uyg'urlarning evladı. Urush qilmay g'alaba qilmoq eng munavvar, eng mukammal usul bo'lishning sababi bu ikki nuqtani o'z ichiga oladi. Birinchi, urush qilish orqali g'alaba qozonganda o'z tarafdimi odam, iqtisod va siyosiy jihatdan nurg'un chiqim bo'ladi. Masalan, Stalingradda Rossiya g'alaba qozondi, ammo urush qilib 300 ming Germanning askarini bitlagan bilan o'zida 1,5 million askar o'ldi. Gayda bu chiqimlar noit ajallik bo'lishi mumkin. Bu Xitoy siyosatchilar va strategiychilar falsafada ustunlikni olmaydi. U bo'lsa so'zining o'zingdan hech qanday chiqim bo'lmay, dushmanni butunlay tiz tuktirib, bosh akkuzalsang, bu eng mukammal g'alaba bo'ldi deb yozg'inining birinchi sababi. Bu strategiyalik loyihalashning eng mukammal o'rinlashtirish g'onligini va harbiy tadbirning eng ustun holatga yetganligini bildirdi. Xitoy ishtilol Sharq Turkiston Cumhuriyatini mushuk tadbir bilan vayron qildi. Hozir O'rta Osiyodagi davlatlarni yana mushuk strategiya bilan kontrol qilib oldi. Turkiya bu taktikini
Türkiye'ye bu taktikini canlı işletip Xitaylar xeyli neticelerge erişti. Bununki ikinci sebebi, bunun nait ilaki yadrosu bu ikinci. Bugünkü düşman Xitayning deydigini erta do'sting bo'lib qilishi mumkin. Bunda ishlar to'g'ri. Masalan, Ikkinchi dunyo urushi Yaponiya va German Amerikaning dushmani. Hozir Amerikaning eng yaqin sabdishi. Avstraliya bilan Arab burun dushmandi. Hozir bu ikkisi eng yaqin bo'lib ketib bordi. Bunda hozir Uyg'urlarning ichidami gayvaqlar yaqin do'stlarimiz. Shunday yaqinda bu talash-tortishlar bir-birisiga qaramaydigan bo'lib ketdi-ku. Mening bir necha burimish birga yashagan yaqin do'stlar 30-40 yil. Qarasa meni Facebook'lardan chiqarib ketdi. Bunda ishlar jiq bo'ladi bu ishlarda. Bugungi dushman ertadagi do'stingiz bo'lib qolishi mumkin, ertadagi do'stingiz bugungi dushman bo'lib qolishi mumkin. Bu mümkünçilik tamamen mevcut. Şunun için qurolli kuch orqali qarshi tarafga qattiq zarba bersa, keyin birlikda qurishga qulaysiz bo'ladi. Men birimni diqqat eslatdim, diqqat. Bu yerda davatgan qurolli kuch orqali qarshi tarafga qattiq zarba bermaslik deganlik, qarshi taraf ojizlab taslim bo'lishdan boshqa chiqish yo'li qolmaganda uningga tinchlik va samimiy taslim bo'lish yo'lini berganlikni ko'rsatdi. Bu ikkinchi Sharq Turkiston Jumhuriyatining rahbarlaridek harbiy, aholi, jug'rofiya, xalqaro vaziyat va tarixiy fursat qatorliq umumyuzlik mutlaq ustunlikda turganda ojizlab ketgan dushmanga tinchlik bilan taslim bo'lishni ko'rsatmaydi. Bizning ma'nim qilsam. Yig'ib itsa qurolli kuch bilan emas, taktika bilan g'alaba qozonish, yana kuch kuch ishlatish orqali emas, aql ishlatish orqali g'alaba qozonish. Necha ming yil yoki Xitoy bu xil g'alabaga qozonish usuliga diqqat qilib, bu usullarni to'xtamay yakunlab, to'plab ve mol bilim ma'lumotlarga erishdi ve nazariyalashdi. Harbiy qamus 36 bo'lsa, aql farosatlarning xuloslab chiqargan yakunning javri. Bu 36 yilga diqqat, 36 yil degan kitob qachon dunyoga keldi ve kim yozgan? Bu to'g'riliq Xitoydami aniq ma'lumot yo'q. Xitoylar bu kitobning dastlab yozilish boshlanishi 36 yilininki 1500 yil bo'ldi deb hisoblaydi. Chunki milodiy 436 yili, ya'ni manda qilsam 1500 yilda ishib ketdi-da, shu vaqtda bir kitob chiqqan. O kitobning ismi Nanchi Shu Wang Jin Zhe deydi. Degan kitobda Tangong 36 ji, Zouwei Shangji degan gap. Uningda mana 36 degan 36 yili degan gap bor o kitobda. Zouwei Shang degan 36 yilining 36 yilinchisi Zouwei Shang deydi. Uni Uyg'urcha ishlatsak 36 yilida tashni qiqib ketgan degan, tashni qiqib ketgan a'lo degan gap bor. Yani aşı so'zda 1500 yil burun chiqqan kitobda 36 yili degan xat chiqibdi. 36 yilning 36-chisi shuningda yozilibdi. Shuning qarab Xitoylar bu kitobning dastlabda yozilishiga boshlanishiga shu 1500 yil bo'ldi deydi. Shu 1500 yil jarayonida ratlanib chiqdi deydi. 36 yilining 36 yilisini tashni qiqib ketgan degan deb yozilgan. Bu Xitoyning 36 yilini 1500 yillik tarixi bor degan yakunning asosi. Xitoy hikoyalarida, cho'chaklar hikoya aytganlar bor, burun Qulupmaylik Qashqardan kelgan odamlar, g'uljilarda jangnomalarni shunda so'zlatash madaniyat inqilobi. Ajoyib so'zlab aytgan odamlar jangnomalar. Ashunda hikoyachilar bor Xitoylarning. Yani Uyg'urlar nima deymiz uni hikoyachilar demdi? Madda deymiz. Maddami? Shular shunday Qashqardan kelgan odamlar bor, shu bizning burunqi shu Lojo'ning ko'kko'riqqa, madaniyat inqilobi, Xitoy bozoriga ashalarda so'z haq degan mushta o'lishib anglab, mush harakatlari bilan mush to'lab o'ldirib chiqarib ajoyib so'zlab aytadi ular. Xitoy hikoyalarida bu 36 yilini
bahar küz davridagi Sunliya, Sungu yoki 3 davlat davridagi Zhugelayanga mansub deb itilib kelgan bo'lsa-mu, hikoyachilar shunda deydi. Lekin tarixchilar buni rad qilib keldi. Bu 36 yillarni uzun tarixiy jarayonda nurg'unlagan Xitoy strategiyachilar tahrirlab, sistemlashtirib tuzib chiqqan. Sunzi urush san'ati degan kitobda mundaq ikki mashhur jumla bor. Rasm 4ga akiling. Ya mana mada Xitoyning ana shuni. Xitoyning ashi gapi bana zhibi zhiji baijan budai. 不知彼而知己以身以赴，不知彼不知己没战必待。Özünü bilgen yengilmez. İki tarafını bilsen yengilmeyse de. Özünü bilip, özgünü bilmesen bir yengilip, bir galbe kazansan. Özünü bilmesen bu her bir urushda mag'lub bo'lsa. Biz mana ikkinchi jumriyatda, birinchi jumriyat, ikki urushda rahbarlar o'zini bilmagan, o'zini bilmagan. Hech nimani bilmay kelgan bir yurish dutlar ular. Bu so'zni ommabop tilda mundaq tushunsak bo'ladi. Bir yetakchi degan urush qilishdan burun har ikki tarafning harbiy kuchi, astronomiyalik klimat, coğrafya muhiti, ittifoqdoshlar ahvoli, siyosiy harakat, iqtisod asosi, harbiy qurilmasi, generallarning talanti, armiya idora qilish ideyasi, armiyaning kurash irodasi qatorliqlarni mukammal tushunib urush planini tuzganda andin dushman ustidan g'alaba qozonishga kafolat yoritadi. Bizning ikki jumhuriyatimizning yetakchilari o'zining kuchini sal chaqlab, o'zining kuchini sal chaqlab, o'zining kuchini zo'r chaqlab, dushmandan cho'chib va o'zining g'alaba qozonib qilishdan qo'rqib taslim bo'lib ketgan. G'ojiniyazmi shu'g'u? Hech nima qilmay taslim bo'lib ketgan. Ahmadjon Qosimlarmi shu'g'u? Hammasi o'lib ketgan. Lekin tarixda bunda xoinlik qilgan odamlarning hammasining oqibati yaxshi chiqmadi. G'ojiniyaz eng oxiri G'ojiniyaz taslim bo'lib Urumchiga muavin rais opadi, u yerda u bir mushtda bo'lib qoldi, o'rinliqda o'tdag'iz qo'yib, kanini jipda mushta o'tdag'izda bo'g'ib o'ttiribdi. Bir Xitoycha materialni o'qib qolgandim, men shu materialning qayerga topamatmay o'qigandim. Shunsa G'ojiniyazni ashta o'ltirib, xumardan chiqmay, kallasini uzib, ishtiga tashlab berdik. Ikkinchi jumriyatni Ahmadjon Qosimlar butun ikkinchi jumriyatni sitvatdi, uning natijasida o'zlarini aeroplan vaqasi bo'lib o'ldi. Bundaqlarning hech qaysininki yaxshi oqibati bo'lmadi. Bahar davrining oxirlaridagi falasuf va mutafakkur Han Feyzi degan bu odam. Bu odamning Xitoy tarixida intayin cho'ng ta'siri bor. Hamma Xitoyning burun podshohligining qonunlarini jiq yezib chiqqan odam bu. Han Feyzi mundaq hikmatli so'z yozgan. Bu so'z 2500 yildan buyon Xitoyning ideologiyasiga, psixologiyasiga, kundalik turmushiga odam bo'lib shakllanishiga yetakchilik qilyotdi. Ham 36 yilining ratlanishida rol o'ynadi. Rasm 5ga kelib qo'ying. Mana Xitoychisini o'qimadim. Mana tarjimasi. Fanli, Junzi, Buyan, Zhongshinda bilan o'qib kelmadim. Men sizlar o'qib olinglar. Tarjimasi kishilik fazilati oliy janob, axloq fazilati ham yaxshi isil zotlarni, shundoq isil odamlarni hiylagarlik, aldamchilik taktikasi yoki apchil vosita orqali joylash kerak. Bunda odamlarni eng bishtar millatni ashta odamlarni joylab etish kerak deydi. Urush qilganda hiyla mikr, hiyla nayrang va har qanday aldamchilik bilan dushmanni yengib g'alaba qozonish kerak. Ammo oldigan tartibga diqqat qilinglar. Bular oliy janob eng isil odamlarni oldida ma'ni qiling deydi. Zana hiylagarlik, aldamchilik taktikasi yoki apchil vositalar bilan avval bularni joylash kerak. Bular joylab bo'lgandan keyin qolganlarni urush jangda yil ishlatib g'alaba qozonaysiz degan gapda. Bu so'zning ma'nosini
urush bu so'zning ma'nosi urush qilganda hiyla mikr, hiyla nayrang va har qanday aldamchilik bilan dushmanni yengib g'alaba qozonish kerak. Odamlar bilan munosabat qilganda ustulik bilan hiyla mikr ishlatib aldash kerak. Ikki jumriyatning mag'lub bo'lishiga qarab baqsaq, bizning yetakchilarimiz Xitoyning hiyla mikrlarini samimiylik bilan qabul qilib, o'zining xalqini hiyla mikr bilan aldabdi. Bu hiylani hozir Uyg'urlarning ichidagi ba'zi cho'ng tashkilotlarmi davomli qo'llanyapti. Tuanda bu to'g'riliq tafsiliy so'zlaymiz. Biz Uyg'urlar Xitoydan o'rganadigan narsa bakla ko'p ekan, bakla ko'p ekan. Shuning uchun men bu 36 yil va Uyg'urlar degan temani 36 leksiyaga bo'lib, sizning ekranınız orqali Uyg'urlarga sunishga tirishyapman. Alloh taolo umrimni bersa, salomatligimni bersa. Bugun bu 36 yilda bugun bu 36 yilning 4-chi bobning 1-yilisi, bunda 36 yilning 19-yilisi ustida to'xtaymiz. Yana qozonning qaynishini to'xtataman desang, o'choqning o'tini ol, rasm 6 ekran. Mana men 4 chasmanda qata qilib qo'ydim. 19-yili Fudi Choushin, mana buni mayat mazmunni menda qisqa tushundirgan. Endi bu kitobda bu Xitoylarningki va qadimki kitobni o'qisangiz, bu qisqa birdam o'qib bo'lsiz. 36 yilning hozirgi zamonaviy kitobini o'qisangiz, yo'g'alla. Men ma'ni to'liq ishiltiman. Bir u Xitoydan Bingfa Sanshiliuji 36 yili degan. Mana Xitoycha misollarni olganda mushuni oldim. Xitoyning misol asosi butunlay qadimki davrdan chiqadi. Mushuni o'qisanglar, Night Omnibus tilda yozilgan kitob, yana birisi bor, yo'ng kitob. Uningda biroz qadimki tilda yozilgan. Mush kitobni o'qisanglar bo'ladi. Buni Omnibus tilda yozsa, ancha-muncha boshlang'ich Xitoycha boshlang'ich saviyada bor Uyg'urlarni tushunadi buni o'qisanglar. Bu Xitoy bugun kunda Sharq Turkistonda mush 19-yilda mushu qozonning qaynishini to'xtataman desam, o'choqning o'tini tort degan. Bugun Xitoy bugungi kunda Sharq Turkistonda tangla qo'llanayotgan 3 yillarning birisi. Bu yila qozon qaynayotgan suvni to'xtatish usulidan yakunlab chiqqan. Rasm 7 ga ekran. Mana. Ana tepedeki Xitoycha Mevlana tarjimasi buni tushuntirib qo'ydim. Mana suvning qaynishiga bu ikki shart bo'lishi kerak. Birinchi, qozonning temperaturi qaynash nuqtasiga yetishi kerak. Masalan, suvning qaynishi uchun temperatur 100 ga yetishi kerak. Ikkinchi, qozon issiqlik miqdorini davomli qabul qilib turishi kerak. Yana suvning to'xtamay qaynishi uchun biz to'xtamay o'tan qilib turishimiz kerak. Qaynayotgan suvni ikki xil usul bilan to'xtatgani bo'ladi. Birinchisi bo'lsa, qaynayotgan suvning ustiga sovuq suv quyish. Lekin bu odat biz suvni kayniga yondirib atsa, go'ri sovuq suv quyib qo'ymiz-ku. Lekin bu xil usulning kamchiligi, o't davomli kuyaversa, yeni quygan sovuq suvmi billa qaynab, texmo cho'ng qaynoq suvga aylanadi. İkinci xil usul bo'lsa, qozonning ostidagi o'tini ilib etish. Xitoyning logik shunoslarining bayqishda suv o't bilan qaynaydi. O'tanning kuyishi bilan issiqlik tarqitadi. O'choqning o'tini tortib etsa, suvni qaynatayotgan manbasidan ayirib etadi. O'tanning davomli kuyib issiq ta'minlashidan ayrilgan suv davomli issiqlik qabul qilolmay qaynashdan to'xtab asta muzlab qoladi. Xitoyning logik shunoslarining nazarida dunyodagi nurg'un ishlarning boshlanishi va taraqqiy qilishi suvning suvib qilishi va qaynishiga o'xshab ketadi. Qarma-qarshi kuchlar bir-biri bilan ilishganda uddul hujum qilsa, xuddi sovuq suv bilan qaynoq suvni suyutishga intilgandek emgak zoya ketishi mumkin.
bu usul bilan masalani tubdan hal qilgani bo'lmaydi. Hatto texmi cho'ng baloga sababchi bo'lib qilishi mumkin. Masalani tubdan hal qilish uchun xuddi qaynayotgan qozonning ostidan o'tonni tortib etib, qozonni issiqlik manbasini uzib tashlaganga o'xshash qarshi tarafga hayot berayotgan manbasini yo'qotsa, masalani tubdan hal qilib bo'ldi. Bu daqman masalan hozir shu Sharq Turkistonga berib kelayotganlar shunda jiq bo'lib ketdi go, bizni Los Anjelesni shunda jiq. Amerikani yoshlar bilan nurg'unlar bilan so'zlashdim. Hozir Xitoylarning qo'ynida irqiy qirg'inchilik degan Uyg'urlarning ovozini ostidagi o'tanni elib etishning usuli oddiy bo'libdi. Ular kelganlarga vatanparvar bo'l demaydi ekan. U yerlarga bir bunda Xitoy til unda ular deydi ekan, sen bu yerga kelgan, u yer qaytgandan keyin qanday berib kelding deb bo'lsa, voy badu tizim tutib qo'ydik, undan keyin aylanib keldik, hech kimning kari bo'lmadi, yenib keldik deb ashuna deysan bo'ldi deydi. Shu bizning sirtdagi Xitoyga qirg'inchilik qilyapti degan o'tinimiz. Shu orqali mishadigilarni nurg'un kelganlar qanday qilsa, voy yaxshi berib keldik, chiqib borgan kuni tizimlatdik. Undan keyin hamma yerga o'zimiz borgan tuqqanlarni ko'rishdik, gaylar ko'rishamedik deydi, yenib keldik deydi. Nurg'unlar masalan ularningki 5-6 yillik, 7-8 yillik necha yuz ming xalq pul 50-60 ming dollarlik pullarini qaytarib beribdi. Maaşing mana sen xizmating maaş deb qilib yenib ketdi bular. Ne bo'lsa hammasi shu gapni deydi. Xitoyning afsusligini ko'rdingizmi? Oy, qarshi Xitoy degan xalqni Xitoy degan unda yaxshi deb so'zlamaydi ekan. Unda so'zlamaydi ekan. Hech misha. Shunda xil desang bo'ldi, biz misha keldik. Birinchi kun asos qatlam saqchiga tizimlatdik, uni hammaga berib keldik, uni keldik, hech qanday bosh chatoq chiqmaydi dedi. Ashini yutibdi, hammasiga mushini debdi, hammasi kelib shuni da'vat etdi. Usullikni ko'rdingizmi? Bizningki Xitoy Uyg'urlar bilsin bo'ldi, u deganda oddiy haqiqatan bu gap mishal chiqqandan keyin Amerikalar yaxshi o'tibdi, nim qo'yibdi, tinch kelibdi degandan keyin Amerika dunyodagi siyosatchilarning Xitoy bilan ko'z qarishining Uyg'urlarning ashla qilayotgan davosini otasiga o'tanni elib yutib bordi. Usullikni ko'rdingizmi? Xitoylar yana bir usulni qo'llagan-ku burun. Mushta qarsangiz 100% bizning dinimizga tushdi. Bizning dinimizda hech narsa nazar beradigan gap yo'q. Bir adam ölüp ketdi. Yo'qsilga unda degan 100 tushida bizning nurg'un imomlarmi burun nazar berma bo'ldi, ash berilgan pulni yo'qsillarga ber deydi. Shuni degan Xitoy u yerda masalan Sharq Turkistonda voy nazar berib nima qilsa, nazar berilgan pulni yo'qsillarga beringlar deydi. Shu bilan nazar yo'qaydi. O nazar degan Uyg'urlar butun diniy e'tiqodlar yig'ildigan to'plam cemiyet aralashması intayin Uygur medeniyetinde Uygur'un birliğini ekilişte bir iddiayıp uçuruşturuşta intayin çoğun rol oynaydı. Bir yer müzik yok, usul yok. Bütün Uygurlar kol ilişip görüşüyordu. Hazır iki kol bile kol ilişip görseniz onu sizin kolga aldıkken o hazır. Sen Esselamu Aleyküm davet edeyken çoğun bir kol bile konuş alsız kes, mında kılsız kes. İki kol bile kol ilişip görüşkün koymaydı. Onunki yan bir bala, badi o bala Amerika'nın kelganlarga yoshlar nurg'unlarga til ko'rib so'rdim, o'zim burun to'naydigan. Ular "Kel men dadamning qabrisiga chiqib duo qilaysan, butun tuqqanlar duo qilgani qo'ymaydi" dedi. Xitoylar demide o'ldirdi. Mana bu so'zlamoqchi bo'lgan yila, bu so'zlamoqchi bo'lgan yana qozonning qaynishini to'xtataman desang, o'choqning o'tini tart. Dastlabda yozilgan, tunji yozilganda mandaq yozilgan. Sizlar bu misollar meni so'rab yiqinglar, sizlar mishatganmi Uyg'urlar da'vat nima? Yo'q, vatanga berib kelganlar qandoq keldinglar? Hammasi ashi gapni deydi. Voy bu Xitoylar bilan aralashmadik, ya bomdiq uytkilar kurashdi, saq salomat yenib keldik deydi. Mushi gapning o'zi Uyg'urning o't nimasiga urayotgan pichoqda, karamat shamshar pichoqda bu. Men rasm 8 ga qilaman. Rasm 8 ga. Mana. Rasmda so'z bilan mana Budi qili 二孝其实对下前上指向. Bu tarjimasi düşmaningga udduldan zarba berish mumkin bo'lmaganda uning kuchini hosil qilayotgan va kuchiga oksigen berayotgan manbasini yo'qotish kerak.
har qanday narsani mavjud va taraqqiy qiladigan manbasini ayirib etsa, u narsaning mavjudligi yo'qaydi. Albatta taraqqiy qilolmaydi. Hozir abay men degan Xitoylar mushuni deysanglar bo'ldi deb ham Uyg'urlar deyotgan naq mushida Uyg'urlar bevosita hujum shar qilolmagandiki, orqali hujum qilyapti. Uyg'urlar bordiq, tinish keldik, mushi gapni deysanglar bo'ldi deydi. Keyin bu cümle neçe yüz yıl jarayonida tovlanib, amaliyot 1000 yil tovlanib, qozonning qaynashini to'xtatish uchun o'choqning o'tini tart degan turoqqa aylandi. Turoqliq iboraga aylangan. Bu yillarning demakchi bo'layotgani dushmanning ustidan bevosita g'alaba qozonish umidlik bo'lmaganda dushmanning jinini oladigan aciz noktasini tarmar qilish kerak. Hozir butun dunyodagi tashkilotlar zot vayron bo'lib borgo'sh, barmanglar, chunki ular kelib oddiy gapni deb Uyg'urlarning irodasini vayron qilyotdi. Uningki chet elliklarning Xitoy bo'lgan keskinligini ojizlashtiryotdi. Bu asosiy ikki mazmunni ichiga oladi. Birinchi, dushmanning zapas buyum ve ta'minlash yetkizib berish manbasini uzib tashlash. Manbasidan ayrilgan dushman har qancha kuchli bo'lsa-mu, uzunga qolmay jangovarlikdan ayrildi. Ikkinchi dunyo urushida shu Gitlerni masalan Sovet armiyasi Gitlerning shundaqla Stalingrad qurshab olgandan keyin ular manbasidan ayrilib olgandan keyin u Xitoylar Gitlerning eng kuchli armiyasi 300 ming askar taslim bo'lishga majbur bo'ldi. Xitoy Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilishning bir sababi Uyg'urlarning qurolli unsurlari Xitoyga jang berayotgan neft, gaz va tok yo'lga hujum qilishida ansiraydi. Uyg'urni butunlay yo'qotmay, Xitoy orom olmay va har qanday ahvolda bu yomon niyatini yonmaydi. Sizlar Xitoychi YouTube Xitoycha xabarlarni olsanglar, Xitoy deydi, bu Qozog'iston oshaqlar bu yo'llar nojiq emasmi? U degan keng dalada qolgan yo'llar. Xitoylar shu biz Uyg'urlarning shu qurolli kuchlari ashlarni portlatib deydi. Ularning xiyolida Uyg'urlarning ashunda kuchli harbiy kuchi bor deydi. Amaliyotda Uyg'urlarning hech qanday kuchi yo'q. İkinci düşmanni ruhsizlantirib tashlash. Düşman ruhsizlansa har qancha ko'p bo'lsa-mu tashkillanish rolini joriy qildirolmaydi. Bu jihatda Xitoy Uyg'ur ustidan zo'r g'alaba qozondi. 80% Uyg'urni ruhsizlantirib bo'ldi. Shuning uchun ko'p sondagi Uyg'urlar sukutda yotadi va bir chung kuchga aylanmaydi. Bundan o'sib Xitoyning tashviqotini qilyapti. İrqiy qirg'inchilikda o'lgan necha million Uyg'urning badiliga 17dan maosh ilib, Uyg'urning beshiga kelgan ofatni o'ziga kelgan omad qilib davo sipiga kirib olganlarmi, maoshimdan ayrilib qolsam qanday qilaman deganni o'ylagan zaman mustaqil degan irodasini vayron qilib, o'z taqdirini o'zi belgilash degan bayroqni ko'tarib, Xitoydan ayrilmaydiganligini bayon qiladi. Uyg'ur tarixi bo'lsa, milliongan Uyg'urning to'kilgan qini va kesilgan beshi ba'zi Uyg'urlarning omatiga aylangan tarix. Bu xil Xitoyning yiltizdan bu yila Xitoyning yiltizdan qo'mirib tashlamoq Jansao Chugan degan tamsilisi bilan o'xshash mazmunda ishiltidi. Mana bu bo'lsa qozonning qaynishini to'xtatman desang, o'choqning o'tini tart yilaning ma'nosi. Xitoyning log'atlarida yiltizdan qo'mirib tashlamoq bilan o'xshash ma'noli so'zlar bek ko'p. Rasm 9ga akiling. Ya rasm 9ga. Bu o'tib ketdi. Sal böyle Xitoychimda tamsillar bor. Ya bu 10'gu bu, buningdan ustida. Ya bu 9 chiqmadimi? Ya bular emas, bular buni 9ni chiqmay qolibdi-da. Bo'pti emas. Masalan, Xitoylar men so'zlab o'tib ketay, bu emas. Bu 10-si. 9 keyingi. Bo'pti. Masalan, Xitoylarda Jansao Chugan yiltizni qo'ymay
yiltizdan qo'mirib tashlash. Bu gap. İkincisi masalan xue zhou jiegin tüp yiltizdan quritmoq. Bir millat to'g'ri ishlatgan usullarda. To'rtinchisi jueqi bingin masilni tüpdan hal qilish kerak. To'rtinchisi masalan pao shu sugin ishlarning tigiga yetib yiltizni yo'qotish kerak. Beshinchisi man min chao jan bütün oildagilarni qirib mol mulkini bulash. Yana birisi janjang qianqi dushman bayrog'ini ilib tashlab hammasini qirib tashlash. Bu ashlar bilan o'xshash bu Xitoylarning mushu qozon ostini kun tortib o'tgan bilan mushu o'xshash ma'noda ma'nogan gaplar. Bu ilanın ko'rsatishicha real dunyoda kuchli dushmanni udul hujum qilib g'alaba qozonish mumkin emas. Shuning uchun dushmanning uchidan o'zini opqichib, dushmanning hayvasini va alpozini ojizlashtirib, fursatdan foydalanib zarba berib g'alaba qozonish. Har qanday misolni yaxshi har qanday hukm misol bilan yaxshi tushuntirgan bu. To'g'rimi? Misol bilan shuning uchun men har bir suhbatda misollarni keltiraman. Bu har bir yillarning ma'nosini tafsiliy, ommabop va dehqon tilida tushuntirishga tirishaman. Har bir yiliga Xitoy tarixidan, xalqaro sahnasidan va Uyg'ur Xitoy tarixida bo'lgan aql sinashdan, Uyg'ur ishidagi urush, talash, tortishlardan 10 misol ko'rsataman. Bu misollar harbiy, siyosiy, iqtisodiy qatorliq o'xshamagan sohalardan ilindi. Har bir yilani Xitoy Uyg'urlarga qanday qo'llangan va qo'llanayotganligini to'g'riliq tushuntirman. Rasm 10-ga kelib qo'ygan ha baqi. Ya bu emas. Ha baqi. Rasm 10. Rasm 10 aytgan. Yo'q, bu emas. Yo'q. Mana mushat tursin. Endi men 10 misol ko'rsatishga boshlayman. Bu Xitoy ratlab chiqqan yillar bo'lgandiki, oldi bilan Xitoyning tarixidagi bir misol bilan boshlayman. Men barliq Xitoy tarixidagi misollarni mushu kitobdan olaman. Mushu abaytlarga so'z qo'ydim-ku, Bingfa Sanshlu degan mushu kitobdan olaman. Xitoyning harbiy kitoblarini olsa, bu yiliga ko'rsatgan birinchi misol 3 davlat qissasi Sango Yan'yidagi Sao bilan Yuanshao ilib borgan Guandu urushi. Guandu degan bir yana ismi. Mana rasmga qarasanglar, Guandu urushi. Bu jang bo'lsa 3 davlat davridagi 3 chung jangning birisi bo'lib, mushu yillarni ishlatib, oz kuchi bilan ko'p dushmanni vayron qilgan bir misol. Azaldan ochliq harbiy qo'shinning hayotining asosiy va jangovarlik kuchining manbasi. Sao mana ma'noni qarasanglar-da, amanda bir dugla qilib qo'ydim va Guandu degan yer. Va qizil bo'lsa Sao askari, Sao mishakil ekan, ko'k bo'lsa Yuanshaoning askari, Yuanshaomi ashadi keldi ekan. Saoning arang 30 ming askari bor ekan, Yuanshaoning 100 ming askari bor ekan. Bularmish Guanduda urush edi ekan. Bevosita urush qilib jang qilish uchun, bevosita urush qilsa 30 ming askar bilan uning 100 ming askarini g'alaba qozonolmaydi. Qanday qilib Yuanshaoni mag'lub qilishga bosh qotir to'g'anda Saoga taslim bo'lib kelgan bir Yuanshaoning odimidan Yuanshaoning ochliq va yem xishaklari Wuchao degan yerga joylashganligini bilib oldi. Mana Wuchao deganni ana mana seriq bir nima qilib qo'ygan. Ashaga bu Yuanshao butun ochliqlarini va manbalarining hammasini mushaq qo'ygan. Buni Sao o'ziga taslim bo'lib kelgan Yuanshaoning bir generalida o'qib oldi. Yuanshaoning askarlari Sao shuning bilan 5 ming askarni boshlab Yuanshaoning askarlaridek yosinib Wuchaoga kechida tuyg'usiz hujum qilish orqali Yuanshaoning ochliq va yam xishak ombirini kuydirib tashlaydi.
bütün bir şeydekini mesela köytürüp taşlaydı. Bunu taşlagandan keyin Yuanshau'nun askerlerinin yeydigan narsa kalmaydı ekan, atlarınınki yem xishaklarimi kalmaydı ekan. Şunu bilan bu açlıqda qolgan askarni savsa biraqli vayron qildi. Bunun orqali Yuanshao harbiy qo'shinni hayot manbasidan uzib tashlab tamoman vayron qilib tashlaydi. Bu yerga o'tin bo'lsa, ochliq va yem xishak. Savsa bu o'tinni tortib etish orqali o'zidan necha hassa kuchliq dushmanni vayron qilib g'alaba qozondi. Mana bu xaritani ko'rsanglar, ma ikkisi mayaqda Yishao Shindo degan bundaq bu ko'kti bor, assam bilan ko'pni qittagan degan buni men Xitoy lug'atidan mush kitobdan olgan. Aldiroq rang berib qo'ydim o'zim. Ana 100 ming askarni mushtaq qilib 30 ming askar bilan qirib tashladi ekan. Mana bu o'tinni qozonning ichidan tortib yetib g'alaba qozonning bir misoli. Buning har qanday Xitoy harbiy kitobini olsanglar, buni birinchi bo'lib mush yilining misoli qilib ko'rsatdi. Ikkinchi rasm 11 ga kelib qo'ying. Xurshubni bilmasizlar, Stalin degan Sovet ittifoqining raisi bo'ldi bir mazgil. Xurshubning bu yilani qo'llanib Richard Nixonning burungi Amerika prezidentining Amerikaning prezidenti bo'lishini 8 yil keyiniga surib etishi. Xurshub 1959-yili Amerikadagi ziyoratini oyoqlashtirib, Sovet ittifoqining Washingtonda turishliq elchixonasida xo'shlashish ziyofatini o'tkazdi ekan. Nixon Amerikaning prezidenti, shu vaqtdagi prezidenti Eisenhowerga vakolatan ziyofatga qatnashdi ekan. Ziyofatda Nixon alayda Xurshubning oldiga kelib, butun muxbirlarning kuzatishda qizg'inlik bilan Xurshubga shundoq deydi ekan. Men ishonmanki, sizning Amerikaga qilgan ziyoratingiz nihoyatda muvaffaqiyatli va o'ngishli bo'ldi. Siz Amerikada nihoyatda muloyimlik va qizg'inlik kutib olishga va qarshi ilishga erishdingiz. Endi Nixonning farzida Xurshubni bundoq maqtab va tabriklagandan keyin Xurshubning endi o'ziga bo'lgan noroziligi va o'chmanligi yo'qolib, o'zaro bo'lgan jiddiy munosabati pasaydi deb o'ylaydi. U vaqtda bo'lmasa Nixon nihoyatda Sovet ittifoqiga qarshi qattiq so'zlarni qildigan odamda u. Ashaga bir anda degandek ham ikkimizning munosabati yaxshi bo'ldi deb o'ylabdi. Lekin Nixonning kutmagan yerdan Xurshub bu gapni anglab, darg'azab kelib, ochiq bilan Nixonga shundoq deydi ekan. Agar mening ziyoratim muvaffaqiyatli va o'ngishli bo'lgan bo'lsa, u sening tirishchanligingdan emas. Men olgan dokladlarimga qaraganda, sen bu ziyoratimning mag'lub bo'lishini umid qilgan eding. Bu ajallik zarbini yegan Nixon paypidak bo'lib, yuzi qip-qizil qizarib ketadi ekan. Maydondagi muxbirlarimiz dong ketib turib qoldi ekan. Darrol buni boshbat xabari qilib hamma yerga tarqatib ekan. Nixon asta gumon qilib, Xurshubning o'ziga bunda urushga pozitsiyada bo'lishida cho'qim bir noycho'ng yili bor deb gumonlandi ekan. Nixon shundoq deb o'ylaydi ekan. Men buni Nixonningki kitobini o'qisanglar chiqadi. Nixonning aslimisida bor. Men Xurshubga hech qanday tishiga tegadigan ish qilmasam, Xurshub har qancha menga o'ch bo'lsa-mu, har qancha tarbiyasiz bo'lsa-mu, bir cho'ng davlatning boshlig'i va bir siyosatchi bo'lgan odam o'zining hissiyotini bilishni biladi va bilishi kerak. Lekin Xurshub o'zini hech qanday yo'shirmay, muxbirlar qancha ko'p bo'lgan yerda Nixonga bo'lgan g'azabini ko'ptirilgan holda oshkorlaydi ekan. Nixonning bu gumoni to'g'ri chiqadi ekan. Xurshub bir siyosiy va diplomatik strategiyani planlagan ekan. 1960-yili Nixon Amerika prezidentlik sayloviga qatnashdi ekan. Nixon toza saylovning oldida ketib borganda, nomeri ustun ketib borganda, Xurshub Nixonga bo'lgan o'chmanligini muxbirlar orqali Amerikaga tarqatib etgan va yuqoridagi ko'rinish hamma yerda takror besildi ekan. Xurshub Nixonni yaxshi ko'rmaydigan degan xabar tarqalgandan keyin
Amerika xalqi Nixon prezidenti bo'lsa, Sovet ittifoqi bilan bo'lgan munosabat yaxshilanish mumkin emas ekan deb Nixonni tashlab Kennedini solyapti. Chunki u vaqtda ikki davlat atom urushi bo'ldi degan so'z nihoyat ig'irlashib ketgan emasmi? Ikki atom atadigan deb hamma haqlarda bir tashvish botdi. Bir necha shuning bilan Kennedini solyapti, Xurshidni tashlab etgan xalq. Bir necha yildan keyin Xurshid Kennedini ko'rganda sana prezidentlikni men ilib berdim deydi. Men aşı Xurshidni xalqining nimasi deydi? Men ilib berdim sana prezidentlikni deydi ekan. Ruslarni yaxshi ko'rmaydigan Nixonni mushundaq qilib prezidenti bo'lishni 8 yil keyniga suraydi ekan. Bu yerga o'tin bo'lsa Amerika xalqining saylash bileti. Amerika xalqining Nixonga bo'lgan ishonchisiga gumon silish orqali Nixonning prezidentlik saylan faoliyatini qaynatayotgan o'tanni tortib ilib xalqning saylimini tortib etdi. Shuningdek xalqning saylim prezidenti mushtachib ketib Kennedini chiqib ketdi. Nixonning prezidenti bo'lishni 8 yildan keyin 8 yil keyinga suraydi ekan. Ruslarni bu yüz töküşdən qalbi g'azab o'tiga to'shgan Nixon 8 yildan prezidenti bo'lganda Ruslarni tashlab Xitoy bilan diplomat munosabatni qurdi. Shu vaqtda Kissingerni qurdi-ku. Shuningdan tortib ta Trump davrigacha Amerika Xitoyga xushomad qilib keldi va Sharqiy Turkiston xalqi azob uqubat dengiziga texmi cho'nqurlab kirib ketdi. Nixon mana siyosatchilar degan o'yinni mandaq o'ynaganda. Ko'rdingizmi? Uchinchi misolda rasm yo'q. 1985-yildan burun bahası tuvan ve az gaz yaydigan Yapon maşinleri Amerika bozoriga büsüp kirib, Amerika maşina sanoatiga cho'nqur zarba berdi. Amerikaning Chrysler maşina şirkati zo'r darajada ziyonga uchrab, ahvoli kundan kunga nacharlashdi. Yaponning mallari Amerika bozoriga kiralishining sababi Yaponliklar Amerika şirkatlari sal qaragan, itiborsizlik qilgan, mulozimat yetarli bo'lmagan bozorlarga asosiy diqqatini markazlashtirib, avval bir muqim va turaqli bozorga erishishni planlaydi. Bu bozorlarda putuq qozongandan keyin texmi cho'ng bozorlarga qadam qo'ydi. Bu bo'lsa hozirmi Yaponiyaning xalq arada doim ishlatadigan strategiya usuli. Bu ahvolni o'zgartirish uchun Chrysler Amerikaning mashina shirkatining boshlig'i Lee Iacocca bozorga keng ko'lamda tekshirish va analiz ilib berish orqali Amerika xalqida chet el mollarining ko'payishi bilan bo'lgan bir xil tashvish va krizis hissiyotini o'z davlatining mahsulotining ko'payishini umid qildiganligini bayqaydi. Shuning bilan bu Amerika xalqining vatanparvarlik hissiyotidan foydalanib yo'qitib qo'ygan bozorni tortib olish hujumini boshlaydi. 1985-yildan boshlab Chrysler shirkati Amerika garajdanlarga rahmat degan tashviqotni boshlab, Amerika mashinalarini olganlarga $500 mukofot berganligini bildirgan. O vaqtdagi $500 hozir $20,000 pulda. Mushundaq vatanparvarlik tashviqot qilish orqali nurg'un mashinalarni bu Amerika shirkati o'zining qarzlarini to'lab 3 milliardga yaqin foyda topdi. Yaponiyaning Amerikada vatanparvarlik tashviqot qilolmaydiganligini bayqagan Chrysler shirkati vatanparvarlik tashviqotni kuchaytirish orqali xaridorlarni o'ziga tortib akildi. Yapon shirkatlarini kuchaytirayotgan o'tin bo'lsa Amerikalik xaridorlar. Vatanparvarlik tashviqotni qilish orqali xaridorlarni o'ziga tortib akildi. Yapon shirkatining ostidagi o'tinni ma'lum darajada tortib ilib, o'zining bozordagi o'tinni saqlab qoladi, o'rinni saqlab qoldi va o'zining qozoniga vatanparvarlik o'tinni qilib so'yib qolgan qozonni boshqadan qaynatdi. 4-chi rasm 12 ga akab qo'ying. Mana shunga. 4-chi misol, Rossiya tajovuz qilib Krimiya
Krimiyani ishg'ol qilganda Amerika va Yevropa birlashmasi qattiq norozi bo'lib, Rossiyani jazolashni qat'iy niyat qildi ekan. Gerçi Amerika ve Avrupa'nın harbiy kuchi Rossiyadan 10 neslidan ortiq bo'lsa-mu, harbiy kuch bilan qarshilik ko'rsatishning ahamiyati yo'q ekanligini sezdi ekan. Chunki Rossiya atom bomba bilan qurollangan. Harbiy to'qinish har ikkala tarafga qiyos qilg'ini bo'lmaydigan fojialik voqea keltirib chiqadi. Amerika ve Avrupa birleşmesi qozonning qaynashini to'xtataman desang, o'choqning o'tini tart degan yilani ishlatishni oliy ko'rdi ekan. Rossiyaning iqtisodini kundan kunga yaxshilatayotgan va Rossiya harbiy kuchiga oksigen berayotgan manbasi bo'lsa, ularning neft va tabiiy gaz. Bu manbani tortib olsa, Rossiyaga qattiq zarba beralaydiganligini mo'ljarlab, Amerika ve Avrupa birleşmesi Rossiyaning neft ve gazlarının Avrupaga kirishini man'i qiladi. Ta bugungi kuchga qadar va kuchgacha Rossiya buning dardini tortyapti. Bu yerdagi o'tin bo'lsa neft va gazning bozori. Buni tortib etish orqali urushmay turib Rossiyaga qattiq zarba berdi. Mana rasmni ko'rsanglar bo'ldi. Mana Rossiyaning Muşu nima Avrupalar ketib qolgan gaz va neft turbilari. Mushundaq mağında Moskva mana tepida Moskva ba oshundaq guldirlab ketmadan to'xtab atgan ekan. Mushlarning hammasi bir xil to'xtab atdi-da. Nopis kirmay hozirgacha Rossiyaning iqtisodi uning okeanni urush boshlanib ketdi. Rossiyaning iqtisodi vayron bo'lib ketdi-ku. Ukrainaning vayron bo'ldi. Xitoy iqtisodining O'rta Osiyodagi neft va gazga bo'lgan ehtiyoji kundan kunga ko'payib. Bu to'g'riliq oldingi suhbatlarda tafsil so'zlamay bir balvoq bir yurish degan nimamda bu to'g'riliq tafsil so'zga u o'chib ketdi. Shunda yaxshi bir suhbatda shu. Uningda yomonjiq materiallar ekanganman. Uyg'ur qurolliq unsurlarining mushu neft va gaz yo'lini portlatib etishdan ansirgan Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilib yo'qotishni amallashtiryapti. 5. Rasm 13 ga kelib qo'ying. 2015-yili 11-21 kuni Turkiya havo armiyasining F-16 urush aeroplani Suriya-Turkiya chegarasida Rossiyaning Su-24 Mi hujum aeroplanini etib tushirayotganda Rossiya bu yillarni qo'llanib Turkiya bilan bo'lgan savdo setiq va sayohatchiligini to'xtatish orqali Turkiyaning iqtisodini yerim palach holatga tushirib qo'ydi. Dehqonchilik va sayohatchilik Turkiyaning iqtisodining jon tomiri. Turkiya bo'lsa sanoat davlat emas, u dehqonchilik davlati. Jon tomiri. Bu yerdagi o'tin bo'lsa Turkiyaning jon tomiri bo'lgan dehqonchilik va sayohatchilik. Rossiya bu o'tinni tortib etish orqali Erdo'g'anni Rossiyaga berib apos so'rashga majbur qildi. Erdo'g'anmi apos so'rash orqali bu masalani hal qildi. Mana shu urush bo'lgan yerda Mao 2 meyad bunda partilgandek rasm var. Ruslar deydi meyad bo'ldi deydi. Rossiya degan gap var. Turkiya deydi meyad bo'ldi deydi. Turkiya bayat bo'lgansa Turkiyaning gapi to'g'ri chiqadi. Ma Rossiya bayat bo'lgansa Turkiyaning etishi qonunsiz bo'ldi. Shu ikkisi bu jidal majrat bo'lgandan keyin axir Turkiya Rossiya bütün ular bo'lgan sayohatchilik, sayohatchilik oyliqi Antaliyalarga borsanglar ash qata butunlay Rossiya aholilar tuzliqi o'ttirishib ketgan uylarga mush qata ekan-ku bir nay cho'ng yerda. Turkiyadan kelgan sayohatchilar intanjiqga Turkiyaning Rossiyaga chiqardigan dehqonchilik mevchilar nay ko'pga bu cho'ngga. Mishada bo'lgan urush nimasi mushning bilan xel bir cho'ng jam. Erdo'g'an Rossiyaga poyitpaqdi atanmadi. Harbiy kuchni Rossiyaga tankilanmaydi. O'zininki ham Rossiya o'zining iqtisodining jon tomirini bir qo'l tutib olgan. Da onu xuddilik Avrupa Rossiyaning neft gazini tutib olgandek, Rossiyami Turkiyaning dehqonchilik va sayohatchilik Rossiyaga zo'r darajada tayindi. 6. Bularda rasm yo'q 6-da. Birinchi Cumhuriyatni vayron qilishda Xitoy ishlatgan yillarning birisi mushu yili.
Xitoy shuni aniq tushundiki, Sobit Domullamning hech qanday harbiy kuchi yo'q. Sobit Domullamning qo'lida harbiy kuch yo'q. Harbiy kuch G'ujiniyazning qo'lida. G'ujiniyazni ilvatsa, Uyg'urlarning qurolli kuchi yo'qab, birinchi Cumhuriyet Xitoyning yanchug'idagi narsaga aylanib ketadi. Mana rasmni chiqarib olsangiz bo'ldi. Aylanib ketadi. Bu yerdagi o'tin bo'lsa G'ujiniyaz. G'ujiniyazni muavin rais qilib Urumchiga akitadi. Achkatga yiliq jangovar G'ujiniyaz mishta bir rasm bog'i mushukka o'xshab qoldi. Shuning bilan birinchi Cumhuriyetning qaynayotgan qozonini so'yitadi. Sobit Domullam va barliq birinchi Cumhuriyetning arboblari qo'lga ilinadi va o'ldirildi. Birinchi Cumhuriyet ko'zni ochqicha qasd qilindi. Oxiri Shingsa G'ujiniyazning beshini o'zining ishtiga tashlab berdi. 7. misol, ikkinchi Cumhuriyetni vayron qilishda Xitoy ishlatgan yilining birisi bo'lsa, mushu yili. Ikkinchi Cumhuriyet qudratli armiyasi va barliq organlari mukammal bo'lgan bir muntizam davlat bo'lib shakllangan. Urumchidan boshqa yer asos jihatdan ozod bo'lib qolgan. Men oldingi qatim 11 bitimlik so'zlagan degandimi? Shuni Urumchida shu vaqtida Xitoy o'zi yozgan Hu Jintaoning o'g'li tarixchi yozgan arang 960 askar qolibdi. Butun askari. 40 ming askar Manas daryosi tug'anda, 40 ming askar Manas daryosi turmay, 39 ming ashatir 1000 askarni kirgizib qo'yib ilitdi. Xitoyning mashhur siyosatchi Zhang Zhizhong Sharqi Turkistonga kelganda Ahmadjon Qosimning Sharqi Turkistonni Xitoydan ayirib chiqib ketish maqsadining yo'qligini o'tkirlik bilan bayqidi. Sharqi Turkiston xalqining mustaqil harakatini odil va haqqoniy talab qiladigan harakatga aylantirib vassila Cumhuriyetning o'zligidan gumron bo'lganligiga ko'zi yetdi. Sharq Turkistonning vakillari dastlabda davlat vakili bo'lib suhbatga kelgan. Zhang Zhizhong bo'lgansizlar kimning vakilisi bo'lib Sharq Turkiston hukumatining vakili degan emas, Zhang Zhizhong men undaq davlatni ixro qilmayman degan. Zhang Zhizhong ular bilan suhbat qilishga urinmadi. Men davlat vakillari bilan emas, Xitoyga tava bir o'lkaning qo'zg'olonchilari bilan suhbat qilaman deb turib oldi. Zhang Zhizhongning aqlligini ko'rdinglarmi? Bizning dötligimizni. Zhang Zhizhong aniq bildi. Agar bu vakillarning salohiyatini Xitoyga tava bir o'lkadagi qo'zg'olonchilarga aylantirib vassila Sharq Turkiston Cumhuriyet o'zligidan halok bo'ladi. Sharq Turkiston xalqining mustaqil harakati xuddi mustaqil ilk ketmagan harakatlari xuddi eriga amra xotini eriga akilab sansat deb qilgandan boshqa narsa emas. Amaliyot shundan boshqa narsa emas. Ahmadjon Qosim shuni o'zgartirdi. Ahmadjon Qosimlarmi Xitoyning ushtaloq qilib etishdan qo'rqib, darhol o'zining vakillik salohiyatini Sharq Turkiston Cumhuriyetining vakilidan qo'zg'olonchilar xalq vakiliga o'zgartirdi. Amaliyotda Sharq Turkiston Cumhuriyeti shu kuni halok bo'ldi. Uningdan keyingi bir necha yil bo'lsa, xuddi bo'yniga sirtmoq isib, puti dastlab turgan o'rindiqni tip o'rvatgan, sirtmoqlarning putini dastlab o'rvatgandikilar o putidan o'ladigu odamdek jon uzish oldidagi tipirlashdan boshqa narsa emas. Amaliyot shu kun o'ldi Sharq Turkiston. Bo'yindagi islatdi, ular qo'zg'olonchilar vakili deb Sharq Turkistonni Xitoyning ichki masalasiga. Bu yerdagi qurolli qo'zg'olonni qaynatayotgan o'tin bo'lsa, Xitoyga tava emas, mustaqillik. Bu o'tinni ilvatsa, ikkinchi Cumhuriyetning xarakteri butunlay o'zgarib, Xitoyning ichki jidal majrosiga aylanib ketadi va o'zligidan ko'mtirilib tushadi. Shuning bilan 11 bitim o'ydirilib chiqildi. Amaliyotda Zhang Zhizhongning bu yiliga qanchalik puxta va pishiq ekanligini bayon qildi. Harbiy, jo'g'rofiya, aholi, iqtisod, siyosat, dunyo vaziyati, Xitoy ichki urush qatorliq yaratgan umumyuzlik yaxshi vaziyat va mutlaq ustunlikni olgan ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyetini Zhang Zhizhong bu yillarni ishlatib bir pay o'q chiqarmay vayron qilib tashladi.
Hozir ikkinchi jumriyatning g'ulja bog'chisidagi 9 dona qabrdan boshqa hech qanday qoldig'i qolmadi. Amaliyot 9 o qabrning ichidami ular hech qaysi yo'q. Ikkinchi jumriyatni vayron qilgan tashqi omil Zhang Zhidong. Tashqi Xitoylar, tashqi omil Zhang Zhidong, Rossiya, Xitoy. Ichki omil Ahmadjon Qosim yetakchiligidagi amaldorlar. Aş O'rta Osiyoga birlar men G'uljub Ahmadjon Qosim tillab ketadi. Uni men tillab ketadi telefon uribdi. Hey, aş haqlar deyim, aşlarning nurg'uning hamma ashaslarga deb qo'yay. Nurg'uning dadilari shu vatanni sitvatga osiylar. Sen shu dadangni to'g'ri qilib, xalqqa shu tarixni to'g'ri tushuntirishing o'rganishing kerak. Sen yani o Rossiyaning 100 ming askari chegiratosi u deb nim qilib ketsa, nim bo'ldi? 1000 askarni kirgizgan bo'lsa, nim qildi. Mening 11 bitim to'g'riliq nurg'un so'zlaganlarim bor. Anglanglar, on to'g'riliq kelgan so'zlayman-ku. Birinchi jumriyat o'zining qurilishiga hech qanday to'kpa qo'shmagan G'ujiniyazning sotqinligida vayron bo'ldi. G'ujiniyaz birinchi jumriyatning qurilishiga hech qanday qumul bir yoq so'qishi u joyning qurishiga G'ujiniyazning hech qanday to'kpisi yo'q. Yo'qitishga to'kpisi bor. Qurilishida G'ujiniyaz hech qanday to'kpa qo'shmagan, qatnashma qo'ymagan yo'q u odam. Endi u odamning qurolliq kuchidan hurmatlab u odamni rais qilib qo'ygan. U bir kun raisni saylab qo'yganda ikkinchi jumriyatning o'zining qurilishiga hech qanday to'kpa qo'shmagan Ahmadjon Qosimning osiyligida vayron bo'ldi. Ahmadjon Qosim dastlab janglarda yo'q. İlhan Töre onun qo'lida kichik kotib bo'lib ishlab yurgan. Keyin İlhan Töre tutgandan keyin voy Ahmadjon Qosim deb Jalloni qotib Qosimiy deb Milonni qaytib shunda so'zlab. Bu xoinlar hech qaysi yaxshi oqibat bo'lmaydi. Yaxshi oqibat bo'lmaydi. Ko'rko'zda birisining kallasini kesib oldi, birisi onimda o'ldi. 8-misol. Amerikaning oldingi prezidenti Trumpning Xitoy iqtisodining zamonlashishiga zarba berish. Bugungi kunda harbiy sanoatga eng ilg'or aviamatka, aeroplan, boshqarilgan bomba, nishon boshqaruvchi sistemasi, sun'iy hamra, yadro qurollari, tanka, bronevik, aql iqtidoriga chetishgan barliq texnika qatorliq hozir zamon qurol va uskuna sistemasi ilg'or chipdan ayrilanmaydi. Elektr sanoatda barliq sistemlar chipdan ayrilanmaydi. Ilg'or chip bo'lmasa, ilg'or yonfon, elektr minga yuqori suratli kompyuter qatorliq elektrlik mahsulotlarni ishlab chiqarish mumkin emas. Aql iqtidor uchur sistemasi va internetning qattiq detallari ilg'or chip bo'lmasa, hech qanday roli yo'q temir tastakka aylanib qoladi. Agar eng ilg'or mashina ishlab chiqarish liniyasi to'xtab ketadi. Ilg'or chip bo'lmasa, Xitoyning eng atoqli shirkatlarimi palach holga tushib qoladi. Ilg'or chipdan ayrilib qolsa, har qanday davlatning iqtisodiy vayron bo'ladi. Ilg'or chipdan ayrilib qolgan davlat pasif va kona texnikalar bilan ishlab chiqarish davriga qaytib ketadi. Trump bir chipni Xitoydan cheklash orqali Xitoyni ilg'or ishlab chiqarish sepidan ayirib etish xavf xatiriga akab qo'ydi. Xitoyni akab qo'ydi. 40 yil ya xushamat qilgan Xitoyning siyosatini biroqli o'zgartib xalqni o'g'itib etdi. 9-misol. Xitoyning 2010-yildan boshlagan, 2017-yildan boshlab tezlashtirgan va kuchaytirilgan harakatlari, erki qirg'inchilik harakatlari Uyg'urni assimilyatsiya qilish uchun 3 xil yilani tanglashlatdi. Buning birisi biz mushu suhbatda so'zlayotgan 36 yilining 19-sini bo'lgan qozonning qayinchishini to'xtatman desam, o'choqning o'tini tortdan iborat. Yana Uyg'urni madaniyatidan, dinidan, Uyg'ur ideologiyasidan ayirib tashlash. Xitoyning ko'z qarashida, men bu ko'z qarashini to'g'ri deb o'ylayman. Xitoyning bu ko'z qarashi to'g'ri deb o'ylayman, hisoblayman. Uyg'urni Uyg'ur qilayotgan va Xitoydan ayirib turayotgan bu 3 narsa. Birinchi, Uyg'urlardagi bu Sharq Turkiston, Uyg'uriston, qaysini desanglar meningki
Qarşılığım yo'q. Men bu to'g'riliq talashdan chiqarmayman. Sharq Turkiston desanglar, Uyg'uriston desanglar mayli. Uyg'urlardagi bu Sharq Turkiston, Uyg'uriston degan bizning ziminimiz. Xitoy bo'lsa tajovuzchilar degan ideologiya. Bu birinchisi Uyg'urlar. Ikkinchisi Uyg'urni dini, yana Uyg'urning dini, yana Xitoyga tamoman o'xshamaydigan, qalbimizni butunlay ishg'ol qilgan, Xitoy diniga hech qanday bo'shliq qo'ymagan, dunyoning eng cho'ng dinining biri bo'lgan va Xitoy zodi ko'zga ilmaydigan islom dini. Ikkinchi omil, uchinchi omil, yemak ichmikimiz, kiyim kechigimiz va kiyim kechak kiyishimiz, tilimiz, to'y nikohlarimiz, muzikalarimiz, bir narsani to'g'ri yoki xato deb tushunishimiz, ustallarda o'ltirishimiz, mehmonlarni kutib olishimiz yoki o'zaro salom berishimiz, ijtimoiy shakllanishimiz, millat tang bahramon bo'lish orqali alaydigimizni gavdalantiradigan bir yurish pozitsiya, holat, qimmat, nishon, maqsad, urf odat, praktika qilish, aql farosatga tushunish va yetakchilik qilish, afzallik va esillik deganga bo'lgan havas va sezimligimizdan tarkib topgan va Xitoyga butunlay o'xshamaydigan madaniyatimiz. Xitoyning ko'z qarshida Uyg'urning millat qozonini qaynatayotgan o'tin bo'lsa, bu uch narsa. Agar Uyg'urni bu uch narsadan ayirib etsak, Uyg'ur millatini assimilyatsiya qilib etimiz. Tarixdagi manjularga o'xshash qatorliq millatlarni yevatgandek bu Uyg'urni yevatimiz deb o'ylaydi. Xitoylar tarixda necha ming uşaq millatlarni yevatgan. Xitoy siyosatchilari bu uch narsaning hech qaysi hal bo'lmaganligini bildi. Sharqiy Turkistonni to'liq ishg'ol qilib bo'lgan bo'lsa-mu, Şinjan azaldan Jungoning ayrilmas bir qismi. Şinjanga biz Xitoylar birinchi bo'lib kelgan, Uyg'ur keyin kelgan degan hukmni yangi tug'ilgan bolalardan tortib o'lay degan Xitoyning mingisiga singdirib bo'lgan bo'lsa-mu, bu hukmni butun Xitoy qabul qilib bo'lgan bo'lsa-mu, hatto chet ellarda Xitoy hukumatiga keskin qarshi harakat ilib berayotgan Xitoy demokratik Veyjinsanglarga o'xshashlar faoliyatchilarmi bu masalada Xitoy hukumati bilan bir safda bo'lsa-mu, dunyoda Xitoyning bu jakarlashiga norozilik bildirgan birmi davlat bo'lmasa-mu, hatto chet elda yashayotgan Uyg'urning 80%ni Xitoyning bu jakarlashiga ochiq oshkora norozilik bildirmagan bo'lsa-mu, Dünya Uyghur Qurultay tashkilotlar o'z taqdirini o'zi belgilash, Uyg'urlar indigenous degandek Uyg'urning o'tmishini va kelgusini inkor qiladigan bayroqni egiz ko'tarib, Xitoyning Şinjan azaldan Jungoning bir ayrilma qismi deganni tasdiqlab kelsa-mu, Uyg'ur qalbida bu mening vatanim, Xitoy faqat tajovuzchi degan hukm bilan sug'urlangan ideologiya cho'nqur yildiz tortgan. Uyg'urning qalbidan Sharqiy Turkiston degan hukmni yo'qotish uchun Xitoy keng ko'lamda va keskin harakatlarni ilib ketib bordi. Irqiy qirg'inchilik shuning bir qismi. Angliyada yashagan George Orwell shundoq degan, cho'ng bir yozuvchi. Tarixni kontrol qilgan kelgusini kontrol qildi. Bugunni kontrol qilgan tarixni kontrol qildi. Uyg'ur tarixining bugun va kelgusini yozadigan qalam tamoman Xitoyning qo'liga o'tib ketdi. Uyg'ur tarixi Xitoy kontrol qilgan qalamning tavrishi bilan butunlay boshqacha yozilyapti. Bu to'g'riliq orqali Qurbonvali ko'p qatim to'rlarda noiti yaxshi so'zlab berdi. Nabijon Tursunmi Uyg'ur umumiy tarixini puturishga jiddiy tirishyapti. Hozir Uyg'urni biz Türk emas deb yezishga va deyishga qislayapti. Xitoy Uyg'urning Türk bilan hech qanday munosabati yo'q ekanligini isbotlamoqchi bo'lgan yozmalarni va filmlarni to'rlarga to'xtamay silyapti. Xitoy to'rlar yomon chiqdi. Şinjan degan so'zning ma'nosini qadimgi zamin egasiga qaytdi deb o'zgartdi. Hozir mushta deb burun yangi yerdme hozir bugun gapning ma'nosini manda deb o'zgartdi. Şinjan degan gapning ma'nosini qadimgi zamin
egisiga qaytdi deb o'zgardi. Uyg'urning tarixini yo'qotishga umumyuzlik hujumga o'tdi. Xitoy buning bilan rozi bo'lmay, albatta Uyg'urni assimilyatsiya qilmoqchi tirishchanligini to'xtatmaydi. Xitoy Uyg'urni butunlay assimilyatsiya qilish uchun chiqargan qarorlari keskin, nishoni aniq va irodasi qat'iy. Buningdan buni gumonlanib qolmanglar buningga. Mening anglashimcha bir Uyg'ur amaldor Xitoyga shundoq maslahat beribdi ekan. Uyg'urlar Makkaga qarab namoz o'qiydi ekan, qalbi mangu Bejingga bog'lanmaydi. Shuning uchun Xitoy Uyg'urlarni islom dinidan ayirish uchun zo'r kuch chiqaryapti. Masjidlarni chiqish, Qur'on va barliq islomga munosabatlik yoki islomni aks ettirgan yozma, belge, soqol burut, niqob, nazr, nikoh, salomlashish, ism qatorliqlarni Sharq Turkistondan tip yultishni yo'qotishga tirishyapti. Buningdan texmi ilgirlab Uyg'urlarning kimligini bildirgan va bisharat bergan barliq narsalarni yo'qotishga intildi va intilyapti. Bütün Sharq Turkiston üstü uçuq turmaga aylantirib, bütün Sharq Turkistonni üstü uçuq turmaga aylantirib, Uyg'urning jismoniy turqini yo'qotishga va ojizlashtirishga intilyapti. Shuning uchun Xitoy Uyg'urlarni Uyg'ur qilayotgan, Uyg'urning kimligini saqlab kelayotgan, Uyg'urning Uyg'ur kimligini qaynatayotgan o'tinni tortishga boshladi. Uyg'ur tarixini burmlab xitoylashtirdi. Uyg'ur tilini maktablarda yo'qotdi. Uyg'urlarni aks ettirgan barliq xarakter, mijoz, xususiyat, axloq, fazilat, belge qatorliq alaydilikini butunlay yo'qotishga jiddiy tutishdi. Uyg'urlarni islomdan opqochdi. Islom bilan munosabatlik barliq narsalarni yo'qotyapti. Namoz o'qishni chekladi. Musulmonlarga salom berishni chekladi. Musulmonlarga xos ismlarni qo'yishni chekladi. Qur'on va islom to'g'riliq yozilgan yozmalarni, islom mazmuni barliq narsalarni ko'ydirib tashladi. Nazrlarni chekladi. Nikoh qilishni chekladi. Xitoy bilan to'y qilishga majburlayotdi. Masjidlarda imomlar xitoycha so'zlashga majbur bo'ldi. Maktabda o'qiyotgan Uyg'ur o'smirlarga xitoycha ism qo'yiyotdi. Uyg'urlarga cho'shqa go'sht yeyishni majburlayotdi. Cho'shqa go'sht do'konlarga halol degan vivisga osdi. Xitoy shuni bildiki, Uyg'urni islomdan ayirsa, Uyg'ur yo'qaydi. Buning natijasini ko'ryapmiz. Buning natijasini ko'rgan bo'ldi, ko'ryapti. Uyg'urlar tarixda ruslar, arablar, faris, g'arb tilini va madaniyatini qabul qilgan. Xitoy madaniyatini qabul qilmagan. Lekin hozir Xitoy madaniyati Uyg'ur hayotining butun tarmoqlariga bo'sib kirib, Uyg'ur madaniyatini para qilyapti. 2017-dan keyin Xitoy texmi ilg'irlab Sharq Turkiston, Uyg'uriston degan atalg'uni dunyo xaritasidan butunlay o'chirib etishga umumyuzlik hujumga aylandi. Xitoy aniq bildiki, Sharqi Turkistonda Uyg'ur mavjudkan, Sharqi Turkiston dunyo xaritasidan yo'qolmaydi. Sharqi Turkiston degan qozonni qaynatayotgan o'tin bo'lsa Uyg'ur. Uyg'urni yo'qotsa bu qozon issiqlik ololmay, xuddi Manzu millatini va davlatini yo'qotgandek Sharqi Turkistonning jug'rofiya mavjudligini yo'qotib tashlaydi. Bu bo'lsa Xitoyning Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik orqali butunlay yo'qotmoqchi bo'lishining bir sababi. Yana bir tarafdan Xitoyning ko'z qarashida Sharq Turkiston, Uyg'uriston bo'lsa Kolpuk, O'rta Osiyo bo'lsa Chish. Xitoyda Chun, Wang, Chi, Han degan gap bor. Mana gapni Kolpuk bo'lmasa Chish to'nglaydi degan tamsil bor Xitoyda. Agar Uyg'urni yo'qotsa, Sharq Turkiston yo'qaydi. Sharq Turkiston yo'qsa, O'rta Osiyo changaliga tushadi. O'rta Osiyoning mustaqillik qozonini qaynatayotgan o'tindimi Sharqi Turkistonning miqdori ko'p.
O'rta Osiyodagi qozoq, o'zbek, qirg'iz qatorliq turk qarindoshlarimiz mustaqilligini qo'g'dayotgan avangard kuch bo'lsa, Uyg'ur va Sharq Turkiston yo'qsa bir qarindosh bir bu qarindoshligimizmi va bu stallarmi yo'qaydi. Ben 10. misalını so'zmayda o'ylab ketib axiyri so'zladim. So'zlashga mamnun bo'ldim. Chunki men burun bo'ylab dunyo o'qirdi Robiya Qodirni mush yilni ishlab raislikni ilib tashlagan vaqtida men shu vaqtda 2 parcha maqol yozgan. Mushning dastlabda mushni ko'rganda Facebook'ga kirsanglar bor. Birinchisi Umar Qanot va To'lqin Ayso va Umar Qanot ochiq xatda bir parcha maqol yozdim. Yana bo'lsa Bölgünçilik qandaq tavlandı degan bir parça ayliqi raisni ip tushgandan keyin bölgünçilik qandaq tavlandı degan maqolni yozdi. Buni tanqidlab. Shuning uchun shu mazmunimni men misha so'zlab o'tgan, chunki bu Uyg'urlarning chet eldagi faoliyatidagi nihoyat fojialik bir ahvol. Buni Uyg'urlar cho'qim bundan tajriba olmasa, savoq olmasa bo'lmaydi. 10. misal ben şunu so'zlab o'tgidi. Robiya Qodirni dunyo Uyg'urlarning raisligidan og'dirib tashlashdi-mu bir turkum siyosiy fursatparastlar. Mening ko'z qaramda u vaqtda asosiy bu kuchning yetakchisi To'lqin Ayso bilan Umar Qanot. Chunki bundan nima Umar Qanot ijro qo'mitasining raisi bo'ldi, To'lqin Ayso dunyo Uyg'urlarning raisi bo'ldi. Fursatparastlar bu Xitoydan uygangan yilani ishlatdi. Bular oldingi bir necha qurultaydan tajriba yakunlab, Robiya Qodirning raisini ilvilish uchun Robiya Qodirni Uyg'urning ovozidan ayirib etish kerakligini bildi. Robiya Qodirning raislik obrazining qozonini qayintib kelayotgan o'tin bo'lsa, Uyg'ur xalqining ovozi. Parij qurultiyi buni isbotladı. Robiya Qodirni ilvish uchun 1 yil bu Parij qurultiyi bo'ldi-ku. Men o'shaga sayohatga borgan vaqtimda bu qurultayga bir qatnashgan, ham shu qurultayda bir 10 minutlik so'zlagan. Robiya Qodirni bu qurultayda Parij qurultiyi buni Robiya Qodirni 99 bilet bilan saylandi. Bu shaxsiyatchi fursatparastlar o'tinni ilib etish planini puxta tuzib chiqdi va favqulodda yig'inni planladi. Bir yildagi bir favqulodda yig'in ochimiz dedi. Birinchi Gollandiyada yig'in asli Gollandiyada yig'in ochmoqchi bo'lgan. Gollandiyadagi yig'inni bekor qilish, chunki yig'in Gollandiyada ochilsa, butun xalq Robiya Qodirni saylaydi. Hatto o'zlari xuddi Parij qurultayidek Robiya Qodirni saylashga majbur bo'ladi. İkinci, yig'inni Myunxenga ichish. Chunki Myunxenda yig'in ichilsa, Robiya Qodirga qarshi odamlarni to'plalaydi va Robiya Qodirni qo'llaydigan odamlarni cheklalaydi. Uchinchi, 10 dan ortiq davlatdan keladigan vakillarning oldini to'rash. To'g'ri, Robiyamdan raisdi, Seyit Tumturk birinchi muavin raisdi. İkinci qo'lda shu Seyit Dolqin bu ishimiz bu kotib bo'lgan odamlar shu Myunxenda Seyit Tumturkni yig'in qatnashdimi? Buni 10 dan ortiq davlatdagi tashkilotlar birlashma bayonotidan belgini bo'ladi. Bularning bu yig'inga qatnashishini cheklangan. Bu yillar bilan Robiya Qodirni Uyg'ur xalqining ovozidan ayirib, bu raislik huquqni bulab ilib bir g'albilik siyosiy o'zgarishni amalashtirdi. Uyg'urlardagi barliq siyosiy birinchi jumhuriyat, ikkinchi jumhuriyat, hamma siyosiy o'zgarishlar g'albilik bo'lyotdi. Men shu vaqtda Robiya Qodirga telefon ichib, Robiyamda siz nima uchun raislikdan istifa berdingiz deb so'rsam, Robiya Qodir menga men hech qachon istifa bermagan, hech ham bermanmi demagan deb javob berdi. Bu olsa Uyg'urlar bu yilani Xitoydan o'rganib, o'z millatiga ishlatganning bir tipik misoli. Xitoy agar Robiya Qodirning dunyo Uyg'ur qurultiyi raisligini bir benormal oyoqlashtirsa, Robiya Qodirning yetakchiligidagi dunyoda Uyg'urlarning tunji tikladigan birligi vayron bo'lganligini inchik hisoblab chiqdi. Shu vaqtda Robiya Qodirning aslida butun Uyg'urlar birlashgan. Fikri nojilik masalan Uyg'uriston deydiganlar, mush Robiyamdan nurg'un fikr bo'lsin, bo'pti birlashaylik deb birlashgan. Bu birlashni bu fursatparastlar cheklayapti.
Rabia Qadirning yetakchiligida dunyoda Uyg'urlar tunji tiklangan birlik vayron bo'lganligini inchik hisoblab chiqdi Xitoylar. Ham natijaga erishdi. Xitoy Uyg'urni parchalashga kuchi yetmagan ishni Uyg'ur fursatparastlar orqali amalga oshirdi. Bu Xitoy tarixida qayta g'alblik bilan Uyg'urning birlikini parchalab kelgan chatma programning yana bir epizodi. Hem şey dünya okur nurgun iş kıldı dağlar. Ama dünya okurda hiç kanda iş kılmadı. Mesela Amerika'daki bütün ötken kanunlar hiç kas dünya okurda münasebeti yok. Onu Amerika'daki Uygurlar kıldı. Biz dünya Uygurlukta tayin ve iş kılalaydı Amerika'da Uygurlar. Bunlar biz kıldık da hiç. Onunla başka dünya nim kıldı? Yelak bir sot açtı. O sotun ahırma Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini satkan bir sot oldu. Bana dünya Uygurluk'tan dünyada kılgan Şarkı Türkistan'ın müstakil tuğan bir misalını bana köstüp veringlar. Dünya Uygur'daki bu siyasi fursatparastlar Uygur'un dünya boyunca birlik kelişinin neticesinde özünün hukukudan ayrılıp kılış ihtimalini bayqagan. Rabia Qadirni urvasıla Uygur'un birlikini veyran kılıp etişke işendi. Bular Dünya Uygur Kurultayını şəxsiləşdiriş arqılıq Uygur birlikinin aslıdaki otunu ilip taşladı ve Uygur'unu yana 30 yıl birlikке kelelmez ahvalga düşürüp koyuş arqılıq özünün hukuka kapalet yarattı. Uygurlarda birlik kelenmeydi, mümkün emez. Bular bu yilani naidi galbilik emelleştirdi. Şunundan tartib Dünya Uygurlukta Dünya Uygurlarının en ali organi bulup hesapladı. Bu da rahbarlarımı Dolqun İslam çıktı o cinsi pakençilikte dep ayıpnıp rəsva buldu üstün. Az sandaki karakteri kilişidiğen adamlarının başkuruşidiki bir kişilik hukuk talep kıldıgan ve Uygur maaş ve yukur maaş ilip can bakıdığan teşkilatga aylandı. Uygur birlikке en ihtiyaç vaxtida Uygurlar işçideki en ecellik bölgünçilikini ilip geldi. İlip bardı. Bu Uygur tarixidagi mustaqil hareketleri az sondagi shaxsiylarning o'zining shaxsiy manfaati uchun Uygurning birligini ve mustaqilligini setayotgan tragediya yana bir qatim takrorlandi. Uygur bu yilani o'rganganda o'zimizning millat davoyimizning qozonini qoyintivatgan o'tinni elib etish emas. Qanday qilib Xitoyni kuchlantirayotgan qozonning ostidagi o'tinni elib etishni o'rganayli. Bu nayiti mükemmel, qo'llanish imkoniyati ve ihtimoli nayiti yuqori yili. Uygurlar bu yilani yaxshi o'rgansa, Xitoyga ajallik zarba beralaydi. Buni o'z millatiga ishlatsa, o'z millatiga ajallik zarbami beralaydi. Ben xolasını sözlü biter, hem de fikir boz alay. Ya xolas sözüm. Xitoy medeniyeti bo'lsa qotillik medeniyet. Her qandaq o'ziga o'xshamaydigan medeniyetni ve şu medeniyetni shakllantirgan millatni yo'qotishni yoki assimilyatsiya qilishni nishon qiladi. Qotillik, vahshiylik, soxtapazlik, kazzoblik, suiqasd, hiyla mikr ve ikki yuzma bu millatning tarixining har bir betiga yozilgan. Bu millatning madaniyati mushundaq elementlar bilan shakllangan. Shuning uchun 36 yil faqat Xitoy millatida yozilib chiqdi. Xitoy millati yozildi. Bütün Xitoy millatining bir sha, bilsizlar odam o'tganda sha deydi, sha degan xatni. Siz bilsiz-ku deyman sha degan xatni. Bütün Xitoy tarixini bir sha degan Xitoycha xat bilan qisqartib yozg'ini bo'ladi. Bu sha degan Xitoycha xatni Uyg'urchaga bir so'z bilan o'ltirish deb yomanda deb tarjim qilgan bo'lmaydi. Bunda tarjim qilgan bo'lmaydi. Bu sha degan xat o'ltirish, qirg'inchilik qilish, vayron qilish, qasdlash, tirik ko'mish, tirik so'ymoq, xarob qilmoq, tarmar qilmoq, quritib tashlash, tarqatmoq qatorliq mazmunlarning hammasini o'z ichiga oladi. Bu sha degan qilich bilan kallasini ilib tashlash ya darga isib tunjuqtirib jinni ilish
bilen işini tügütüşünü bildirmeydi. Bunun bilen işini tügütüşünü bildirmeydi. Belki bu öldürmekçi bolgan insanı her xil usul bilen aldırmay kıynap, bunun azaptın palakka yetken yığa avazdan ve yılanıp yalvurgan kıyafetinden özürünüşünü ispatleydi. Xitay xatları adamlarının hissiyatıga qarab 4 xil ahanda aytildi. Masalan, a deb 4 xil aytildi bu vaqtda. Bu şa degan tinchlik ahvolda odamning zuvandan chiqadigan normal tuzsizlik bilan o'qiladi. Bu demak Xitoyda odam o'ldirish bir tal tamaka chekib olay degandek oddiy voqea va bir xil ko'ngil ichish. Xitoyning tarixiga qarab baqsaq, xonadonlik almashganda mushu sha degan xat bilan almashgan. Yangi taxtiga chiqqan podshoh, taxtidan tushgan podshohning 9 avlodini bu vaqtdan tortib qeri buvay mo'maylargacha hech kimni qo'ymay o'ldirdi. İsyankarlar bilan hukmronlar oraliqdagi ziddiyatmi mushu sha degan xat bilan bir taraf qilingan. Yoki isyankarlar hukmronlarning bütün avlodni yo'qotgan. Yoki hukmronlar isyankarlarning to'g'ri mushuklardan tortib qirg'in qilib tugatgan. Xitoylar o'zaro manfaat talashib ilib borgan to'qinishlarda guruh sistemasi ora ilib borgan talash tortishlar, Xitoy zemini kengaytirish uchun ilib borgan tajovuzchilik urushlar mushu sha degan xat bilan yozilgan. Bir taraf yana bir tarafning nasli butunlay quritishni maqsad qilingan. Bu sha degan xat Xitoy madaniyatining yuragi bo'lib shakllangan. Bularning avlod qolgan an'anasi shuni ko'rsatadi. Odamlar o'zaro ziddiyatlashganda yengilguchilarning bevosita aloqador odamlari nila o'ltirib qolmay, mushu odamlarning 9 avlodni quritib tashlaydi. Çenliyen Cuzung deydimi, Cuzung'u 9 avlod o'ltirib yetish kerak dedim. Bu to'g'riliq Xitoyning bir necha tamsilini ko'ray. 14-rasmga akab qo'ying. 14-rasmga. Topaldingizmi? Ya 14-ga. Oxirgi rasm. Ya o'xshamaydi. Chiqya farqlandi. Yo'qmikan? Men sizga eng oxir aytmadim dedim. Mana mushu. Mana bu Xitoyning lug'atlaridagi olsanglarda idiomlarda tamsillar. Mana birinchisi jan sao chu gan yildizni to'liq quritmoq. Bu odamni deydi jumonglar. Gan jin sha ju nasli vaslini qo'ymay quritmoq. Üçüncü, sun sao buluyor. Bir tal giyanımı kaldırmaslık. Dördüncü, ji çöğen buluyor. İt müşkinimi yokatmaslık. İt müşkinimi koymaslık. Kırıp taşlayın. Xiao miye jin jin. Pak bakız yoktuş. Chu wu jin. Yamanni yokatsan tel tüküz yokat. Yaman degen başka adamda az biz Uygurlar. Hoğan uçun, qalğan çala başqa bala. Bu Xitaylar bunu nəhayət yaxşı bildi. Bunların 5000 yıllık medeniyet. Bu təmsillərdən şunu bilgini buldu ki, Xitay medeniyeti təslim qəbul qılmaydı. Təslim bolğanlarının əmini ötdürdü. Axırı.
ziddiyatlarni murassa qilish orqali hal qilishni nomus ko'radi. Baravar yashashni xohlamaydi. O'zini o'ngishib olgandan keyin ustunlikni ilib olgandan keyin qarshi tarafni yiltizdan yo'qotishga boshlaydi. Mushu Xitoylar Sharq Turkistonga ying kirgan ko'chada xalqlarning suyini to'shib berib, ishq oldini supurib ashta qilib ketgan-ku. Qilib ketgan-ku bizga bilmaymiz vaqtida. Keyin amdin joylashib bergan dedi Uyg'urlarni. Buni bu Xitoylarning bu madaniyatni buni hech qanday Xitoy o'zgartirolmaydi. Bularning necha ming yillik tarixida tovlanib shakllangan adab, qoida va forma. Siz Yanfunda, biz nima Yanfunni ko'rmizku, Yanfun deymizku, gayri qo'l tilpinim deydi. Yanfunda Uyg'ur kona yezigi bo'yicha xat yozish uchun Yanfunga avval Uyg'ur kona yeziq yumshoq detalni qochilaysiz. Apple'da bak tushirsiz, to'g'rimi? Ama nimani bak tushirib olsiz. Siz buni qochilishingizning sababi sizning Yanfuningiz mahsulot sistemasi Uyg'ur kona yeziqni qabul qiladi. Nimishqa bunda tushira olasiz? Ma'noda mahsulot sistemasi ma'noning ichida o'sha kona yeziqni qabul qila oladi. Shunga bu kompyuterga tushira olasiz ma'nodagi qattiq detalga. Agar Yanfuningiz Uyg'ur kona yeziqni qabul qila olmasa, siz kona yeziqda xat yozolmaysiz. Xitoy madaniyatini bir Yanfunga o'xshatsak, Xitoyning mahsulot sistemasiga o'z taqdirini o'zi belgilashga o'xshash g'arbda yetishib chiqqan yumshoq detalni qochilg'ini bo'lmaydi. Amerika va g'arb 40 yil Xitoyga demokratiya degan yumshoq detalni qochilayman deb o'zi vayron bo'lishga tas qoldi. Dünya Uyghur qurultiyi bu yumshoq detalni Xitoyga qanda qochilaldi. Ular Xitoy bilan birlashib, o'z taqdirini qilib, akufga o'tmasa ekan, qanda qochilalaydi o'z taqdirini o'z belgilashni. Dünya Uyghur qurultiyi Uyg'urlarni bilib, Uyg'urlar buni bilib, xalqni bilib aldayotgandı yo bilmay aldayotgandı, sizlar menga baho beringlar. Biz har qanday siyosatni yetishtirib chiqishda Xitoy madaniyatini yodimizdan chiqarib ketmasligimiz kerak. Chiroqning tugi qorong'u degandek Uyg'urlar Xitoy madaniyatidan asos jihatdan savodsiz. Dünya Uyg'urning mushu madaniyat bilan tarbiyalangan va bu madaniyatdan faxrlanadigan Xitoydan o'z taqdirini o'zi belgilash orqali mustaqillikqa erishimiz degan aqli nadin keldi. O'z taqdirini o'zi belgilash bilan mustaqil o'ttirsiga tanglama belgisini qo'ygan matematika tarbiyasini kimdan olgan? Dünya Uyg'urligi o'zlarini aldayotgandı yoki xalqni aldayotgandı? O'z taqdirini o'zi belgilash Uyg'urlarning yuragidagi eng oxirgi bir tomchi qonni, o'pkisidagi eng oxirgi bir tiniq oksigenni siqib chiqarib yutadi. Xitoy bilan Uyg'ur bo'lsa, suv bilan o'tdak o'xshamaydigan ikki millat. Shuning bilan mening bu so'zimni tugidi. Oxirgi so'zimni so'zlab bo'ldim. Fikringlar bo'lsa javob beray, bo'lmasa oyoqlashtirsak bo'ladi. Ko'p ajrlik bo'lg'aysiz, rahmat. Haqiqatan bugungi bu shu tushuntirishlardan Xitoy bilan tamoman o'xshamaydigan tiplarning qat'iy bo'lib eng diqqat chekadigan jumla boshqa madaniyatlar bilan barobar yashashni xohlamaydiganligidan iborat narsisligida. Bir ajablanib qoldim men bayotning dastlabki tushuntirishingizda Xitoyninki taktikalardan birida oliyjanob kishi hurmatlaydigan axloqli insonlarni o'ltirib degan bir jumlasi. Agar bu bir an'ana yoki bir sistemlashgan bir onga aylanib bo'lgan bo'lsa, unda Xitoy bu xil odamlardan ayrilib turib yana qanday taraqqiy qilgan? Xitoylarda ziyolilarni cho'lovchi deydi. To'qqinelik Qin sulosida, Ming sulosida Xitoylar odamni 10 turga ayirdi. Birinchisi podshoh, ikkinchisi 9-si ziyolilar, 10-si divonlar.
Divandan ko'tarsa, eng oxirgi Xitoylarga Madinaga cho'lovchi 9-chi sisiq degan. Mavzudan so'zlaydigan ekan, mushadan kelgan. Ming sulosida 10 g'oriydi emasmi odamlar? Birinchisi nimalar, ikkinchisi katta boylar, vazirlar, ashunda ayrib, uningdagi savdogarlar, uningdagi dehqonlar ashunda ayrib kelib, 9-chisi ziyonlar, 10-chisi divanlar. Divandan ziyoli divan bilan o'xshash shundaqanda Xitoylar o'zlarining ziyolilari nihoyatda siyosatchilar bor. Bular mushu madaniyatini qabul qildigan, mushu madaniyatni rivojlantirgan ziyolilar. Mushuni madaniyatini, mushuni uni iliqi arlab Xitoylarning bunda madaniyatini tanqidlaydigan bir demokratiya chiqib qoldi-ku. Vatanning Xitoyning ichida bo'lsa, darrov kalsini ilyotdi. Yo'q, hozir turmaga tashlab qo'ydi. Bu Xitoyning Xitoy madaniyatining kuchi nereden keldi bo'lsangiz, Xitoyning mush tarixdagi mush razillikni safarbarlik keltirishdi. Razillikni millatga safarbarlik keltiramizda kuch yo'q. Mao Zedong nimishqa Cankayşidek bir şu Mavzudan harbiy qilganda Jingang sanda 200 dak xat bo'lmaydigan dehqon qilish qolgan tutgan dehqon bilan Cankayshning 8 million askarni qurolli askarni yo'qdi. Chunki Mavzudan Xitoyning ichidagi barliq razilliklarni safarbarlik soldi. Bularning ichida qilib qolgan onda munda bir yaxshi axloqning hammini yo'qotdi. Şunun bilan bu Xitoyning kuchi razillikdan keldi. Shuning uchun bu Xitoyning hozir ziyolilarimiz ash qilayotgan qarsangiz, ash butunlay ash davlatga so'zlar YouTube'lar men to'liq anglayman Xitoyda. Xitoycha kitoblarni to'liq o'qiyman. Har yil oz deganda 10-12 kitobni o'qiyman Xitoycha. Ash yozilgan mush har yil chiqqan yaxshi kitoblar Xitoycha. Ziyolilar mushundan keldi bu ziyolilar bunda odamlarcha. Bular fazilati eslamasda fazilati razillikka aylanib ketgan aqlli odamlar. Siz aqlli odamlarning hammasining fazilati yo'q deb olmang. Endi fazilat degan bilimsiz odam fazilatli bo'la olmaydi, qarang. Bilim bilan axloqni birlashtirganda, odam birlashganda u odamda bir oliy janob bo'lib, nurg'un ishlarga tushunmasangiz qanday qilasiz? Lekin tushunib turib, razillik qilganlar intayin acılarında Xitayların asasiyatının hamma odamlar shunday qildi, hamma shunday o'ltirdi, qirdi. Bularninki har qanday odami hukumatga shunday o'rinlashgandikilar, ashkilar bir Xitoyning gipi bog'i bir noya darajali kadrni sotqa so'zlab, sen mushinchilik xiyonat mushi qilsa desa, agar men xiyonat qilmasam bunchalik o'rinda turam, bu o'rnimni turolmayman degan ku. Hammasi xiyonat qilib ashunda qilgandikin, men ashlarga o'xshash ashlar ishni qilmasam, men bir kunda joyga yetadi dedim. Shuning uchun Xitoyda siz boshliq bo'lsangiz, ashlarga o'xshash chiriqlisiz, ashlardek yeydigan ichadigan bo'lsangiz, razil ishlarni qiladigan bo'lsangiz, unda ishni qilmasangiz, boshliqlar guruhi sizni birdamda chiqib yo'qitib qo'yadi. Endi mushu chet davlatdagi insonlarningki dastlabki Xitoydan olgan ta'sirotini nima qilsak, bir kamerani azroq beshitinglar, sizning balasi uchun qoldingiz. Chiqibdimi, to'xtang. Dastlabki bergan ta'sirotini o'rtoqlashsa, ular Xitoyning bo'ldimi? Sen o'tib ketib qoldi. Ha, bo'ldi. Dastlabki bergan ta'sirotini o'rtoqlashgan vaqtida xulosalasak, Xitoyning yumshoq, kichik fe'l, ishchan degandek ijobiy tuyg'u berdida. Undaqda bu niqob kenda bularning hammasi. Uni o'rgangan maqsad Xitoylarning eng chong harbiy olimi tarixda hech qachon yengma Han Xin degan bor, Liu Bang davrida. U o'sha harbiy urushda oldidagi ko'chadagi bolalar chatirg'imda o'mlab, shunda o'mlab mangadigan. Keyin harbiy bo'lib dunyo Xitoylar tarixidagi eng ulug' harbiy general bo'lib ketdi. Oshin o'tida Xitoylar deydi, Xitoylar degani beshini egallagan, xalqning chatirg'ida o'talgan u qahramon deydi. Razillikda nima qilasizlar? Xitoy men Lauzining gapi bor, men deyman, xorlanib to'ymagan odamni xorlab zerikma deydi. Ular bir siz ularga xorlanib, ular tarafning ularning hissiyotiga, mehriga erishmaysiz. Bargan sir sizni xorlaydi.
Laozi degan ishkim butun Xitoylarning Laozi shogu deb qo'ydi Xitoylar. Bir gap, Laozi degan odamni Xitoylarning butun falasuflarning oti buvisi. 3000 yil, 2500 yil burun yashagan. Butun Xitoyning falasuf hozirgi nazariyasi shuningdan kelgan. Shuning uchun Xitoylar Laozi shogu degan Laoz degan oshi gap, oshiningdek o'zini tutib so'zlagan manda degan gap shuning gapi bor. Xorlanib to'ymagan odamni xorlab zerikma deydi emas. Masalan, chet eldagi Xitoylar degan yin kelganda ham ta'zim berib turdi. Masalan, siz uni birini urib qo'ysangiz, sizga ta'zim berganlar bor. Xap bo'lmagan qo'ling og'rib ketdi, men mishad bo'lmaganman, qo'ling og'rimadi deb tur. Sal huquq olgandan keyin sizni uningdan joylaydi. Xitoylarda Xitoylarda Dongshan 大丈夫10年报仇君子不忘的 10 yildagi intihom olsangmi kechikmaydi deydi. O Xitoylarda bor emasmi? 大丈夫能吃能去的 o'g'il bola degan chatiraqni ostida o'talaydi, tikmi tura oladi deydi. Undan keyin Uyg'urlarda yetib o'lab ketkicha itib o'lab ket deydi degan gap bor. Xitoylarda itib o'lab ketkicha itdek yasha deydi. Bir kun sana fursat keldi deydi. O'xshamaydi. Bu madaniyat, ideologiya butunlay o'xshamaydi, psixologiya o'xshamaydi. Bu Xitoyning hammasi, men dedim-ku, psixologiya degan Uyg'ur kelgan, bu Xitoy kelgancha 36 yil. Masalan, men Amerikaga kelgandan keyin shu o'qigan o'zimning matematik, kompyuter darsini o'qish jarayon qo'shimcha psixologiya darsi bilan falsafat darsiga kirdim, falsafat darsini anglab chiqdim, qiziqdim. Bularning dars so'zishi bilan Xitoyga berib Xitoyning psixologiya darsi so'zishi o'xshamaydi. Ular mayli qandoq misolni aytsin, qandoq so'zsin, darsdan har qandoq ishdan 36 yil chiqib turdi. Shunda shakllanib ketgan, tovlanib ketgan, o'ziga qattiq detalga aylanib ketdi-da u. O'zgartirmaysiz. Uyg'urlar tushunmaydi. Misha nurg'un Uyg'urlarga qattiq Xitoyga bo'lgan tushunti o'qimaydi emasmi Uyg'urlar bilan tarix kitoblarini. Qancha Uyg'ur o'qiydi? Uyg'urcha biladigan odam o'qimaydi. Qiziqmaydi. Sapla hozirgi Xi Jinping manda qilibdi, u degan hozir manda bir bilan so'zlaydi. Hozir aniq mayli xabardan ancha bermaydigan bo'lib ketdim. Uyg'urlarning bergan xabar manbasimi har qanday yerda asosi Xitoycha. O istiqlol ancha Turkiyadan berdik-a. Qolgan manbasi ularning Xitoy ichidagi olgan xabar manbasi asosi Xitoycha mishadagi mabdulardan oladi. Mishadagi Xitoy TV unda ashlarni o'qib, ancha Uyg'urlashtirib, uni ximiya qilib, do'rdamonlarni chiplab bir Uyg'urcha xabar qilib chiqardi. Asas Xitoychada ilindi. Ash unda Xitoychada olgandan keyin bu Uyg'urlarning sizning tafakkur qilishingizni Xitoylashidi ekan. Xitoylashidi ekan. Yomon millat bu. Uni döt millat deb tilla, döt Xitoy deb qo'ydi. Döt emas bular, unda o'ylamanglar. Mekkar. Xursandlik qildi ekanda shu. Ha, shu. Qashdan. Ba'zi turkimi deb qo'ydi, bek döt bu haq deb qo'ydi. Aldirma postonga samonni tiqqancha fuqsa deb qo'yma. Kötekarol bilan to'shqan oldi degan gap bor bo'lsa Uyg'urlarda. Kötekarol degan qandoq ostimongdi. To'shqan degan qandoq ishdik. Ash kötekarolda yurib o'tonni oldi deydi. Bular zodi xorlanishdan, masalan 10 yil, 15 yil beshini egib chiqdi. Ichida bir xil g'azab, bir intihom ilish ichida tovlanib, kundan kunga kuchayib turdi. Biz unda kuchaymaydi emasmi? Biz Uyg'urlar intihom olib kuchaymiz degan o asosiyatdan yo'q. 5 yil ancha xorlangandan keyin yo'qolib ketdi. G'arbda Babi nazariyasi degan psixologiyada bir nazariya bor. U nazariyani deyishcha, sen bir cho'ng Xitoyning bir millatning cho'ng zarbasiga uchirgandan keyin keyingi zarbalariga ancha o sening ko'zingga ancha ko'rinmaydigan bo'ldi deydi. Birinchi ishkin jumriyat yo'qandan keyin hozirgi zarbalar degan hech nima emas. Men irqiy qirg'inchiliklar Xitoylar men shunchalik ma planning oddiy bo'lgan bilan qanchalik yuqori saviya ekanligini his qiling. Berib kelgan har qandaydan so'rang. Men so'rab keldim. Qanday kelsang sen bilsan. Voy badoq shu saqchi tizim oldi. Undan keyin hamma o'zimiz borgan yerlarga berib ko'rib olishni gapimay ko'rib keldik. Hech qanday chataq chiqmadi dedi. Bu gap qanchalik oddiy gap, bunda o'ylasangiz. Lekin buning ostidagi yila qanchalik, bu Uyg'urlarning dunyodagi davosiga qanchalik zarba berdiganligini ko'rdingiz. Ma qushning nimasini sizga anda demay, ma gap
oddiy gap bilan ostin o'tinni ilib yutib olmamdi. Bas ish yo'q-ka degandan keyin bütün o'tinni ilib yutib bordi. So'ng men nurg'ullardan so'rdim. Kagay tonishlar tilib o'rib qandoq deb so'rdim. Xabar mush asos mush. Bir bala bir semang deb berdi. Men dadamning qabrisiga berib duo qilaysam, bütün tuqqanlar tat duo qilsam bo'lmaydi deb unimi dedi. Bu bala. Yani bir bala 11 mundaq bir vatanparvar bala emas, hech qanday birini qatnashmaydigan bir bala. U manga dedi Mevlanka mushunda xil deb beray Uyg'urlarning ahvolini birli jumilda dedi. Ha desam, ash 7 qovul Uyg'ur mushta tug'an bo'lsa, bir o'roq manqi Xitoy kelib ash 7ning qochitiga urib kelsa, hech qas gap qilolmaydi ekan dedi. Birini saqcha ketdi ekan dedi. Uyg'urlar bildi ekan. Mushunda men mush bir ig'il gap bilanla sizga deb beray, meni ismimni ishlab demang dedi. Mush bir ig'il men Uyg'urlar ahvoli dedi. Qashqar tarafından hiç akish qanmaganlik xabar keladi. Ama aşağıda hammanglar o'zinglar bir nima qilmaysizlar-ki, undaqiliq statik izda. Ashundaq kelganlar uqqandan keyin, "Voy, qanday ahvoling, keldingmi, qandaqki ahvoli?" deb so'rang. Siz bu axborot so'rab beking. Javob oddiy mush men degan javobni berdi. Voy, ben tuqqanlik qilmadim, bordim, ko'rishdim, aylandim, jiqiyalagim bordim, xalqlar bilan jiq so'zlashmadim, ish qilib o'zim berib keldim deydi. Bizni nurg'ullarninki masalan necha yillik 50-60 ming dollar maoshini mana virusdan bor 6 yosh kamiga maoshlarim berib. Mushunda so'rab beking. Hammanglar so'ranglar davatini. Bu statistika qo'llanmasanglar, men ashta oddiy so'rsanglar, mushta bir ko'ngli qo'yib telefonni. Hammasi mush javobni berdi. Bo'lmasa mening gapimni inkor qilsanglar, sizlar urib ketinglar. Shunchaki oddiy masala. Bizda biroz ko'pinchilarimiz uchun biroz sabri oz. Qarshi taraf bilan suhbat qilishda ilgari nafratlanib ketamiz. G'azablanib ketamiz. Shuni ovozimizdan toni yoki boshqa so'zliklarimizni muvofiq ishlatmay qarshi tarafni qatirib qo'yamiz yoki qochirib qo'yamizda. Shuni ololmaydi ekanmiz bunday gaplarni. Lekin bu ayrim bir tema edi, vatanga berish bermaslik masalasi. Ba'zi qanday berish. Temasiz bir ishga odamlar kelsin, men chiqaman. Bo'ladi inshaalloh. Erkin suhbat qilamiz bir kun. Erkin suhbat. Lekin hozir siz shu programmada men bugungi programmadagi ma'lum bir ma'valiqa qozonning qaynishini to'xtatmoqchi bo'lsang, o'choqning o'tinini tat. Ya'ni o'tini o'cha. Uyg'urcha desak. Buningga mos keltirib Xitoyninki faqat o'sha va'dishimabdi degan so'zining mo'shu jumlaning ichiga kirdiganligini yo'ritganligingiz diqqatchilik qiladi. Yana odamga nisbatan qanchalik ishda deb qo'ygansa, bo'pti-da, desak deb qo'yinglar. Beshimiz xalqimiz tinchisa, bo'lmadimi deb o'zi sal qaraydi o'sha bilan. Ammo Xitoy ishninki qanchalik vazni va u nimadan nega qanday foyda ko'rsatganligini Xitoy hisobla oladi ekanda, biz hisoblaymiz. U degan qarsingiz bor-ku, oson emas. U degan mushu harakatga Uyg'urninki irqiy qirinq deyotgan harakatiga urgan qatnaydi, salmig'ining qanchalik cho'ngligini his qila olasizda. Hamma shunda deydi, qarsingiz bunda oddiy ular ursangiz oddiy gap, ularning bir besim ishlatmaydi Xitoy. Oysa vatanparvarlik so'zlar, ular qarshi turib so'zlar, bunda degan gapmi yo'q. Ko'rdingizmi? Unda gaplarni deb majburlamabdi ularni. Sen u yoq birinlar qatnashmam demabdi. Hammasiga mush gapni debdi. Uni saqchini shirklar hammasi mush gapni debdi mushta. Qanchalik salmig'ining ashi gapning qanchalik salmig'ining xudoyligi Muhammad Alining mushti bilan urgandek tegadigan mushta bu. Qanchalik qattiqligini ishchingizdan sesib o'tadigan mushta bu. Qanchalik ya men ham sizmi uring bir to'shqasi hech kim siz tilp urib qo'ysangiz sizni tillab yeningizga gumbalab ketmaydi. Qandaqga berib ketsa bir ahvol qandaqga qashqan ahvol deb so'rang. Agar boshqa bir so'zlasa men hamma guvochi bo'lib beryapman. Tilp uringlar bundaq kelgan, hozir kelgan shunda jixlaba. Asha Turkiyada kelganlarga tilp urdim. Hamma yerda Yevropada birsiga urdim, Amerikada urdim. 10 odam telefon qildi.
telefon qilib shu so'z hammasi fikr asosi shu. Ayliq birsi menga deb berdi ayliqini. Qolganlar fikr asosi shu. Bular hech qachon namoyishga chiqqanlar emas. Asos namoyishga chiqmaganlar, birisi bor bir qatim chiqqan rost. Birisi bor. Chiqatdi. Mana berib keldi. Namoyishga chiqqanlarnimi? Rasm borda ularni gap qilmay yondi. Hozir men mushtaq dey. Agar siz yo men hozir konsulxonaga berib viza so'rsak viza berdi. Xitoy konsulxonasi berib vatanga qaytaman deb ikkimiz borayli. Agar qilmasak dokumentni unima ikkimiz viza berib viza olmasak viza berdi. Hech qanday ish qilmay berib kelamiz. Hech qanday zaxm yemaymiz. Sog' salomat yinib kelamiz. Ama berip biz o'ylagan plan qilgan ishni qilolmaymiz. Ya qilolmaysiz. Tuqqanlaringizni ko'rishsiz, oylinsiz, texi ma'lum og'aylaringizlar bir mashrabni o'rinlashtirib berdi. Ashlar deb qo'ydi, o'ynagan anam bilan mashrabda daryo burdi, naq chaqchaqlar bilan bir Bu sizniki tasavvurmi? Hozir qilmish butun izdinish orqali. Ha, mushu ya men mana sizlarga o'ttirib qo'yib qo'ydim mana. Sizlar bir ma'lum ikkimiz basak tasarrufsiz berib ekan viza olaman deb. Meninkini inkor qilman deysiz. Kalpatni tutib Gollandiya garajlaniga hozir. Unda sizcha Xitoy bu orqali nimaga erishdi? Ya mana shu o'tanning ostidagi qozon osti o'tanni ilib yetdi. Ya'ni bugun vatanda bo'layotgan qirg'inchilikninki realligini yopalaydi. Yo'qolay ikkimiz tanqidlab kelyapmiz. Ikkimiz sog'-salomat berib kelsak, o irqiy qirg'inchilik yo'q-ku. Ikkimiz so'zlayotgan odam ikkimizga de shunda osonlik yaratib berdi. Uyga borsak shahar boshliqlari kelib ko'rishib ketishi mumkin. Bizga biraz so'rovlan ag'iylar kelib so'rov o'rinlashtirib deyishi mumkin. O'rilib sog'-salomat kelalaymiz ikkimiz. Ben %100 ishonaman buningga. Mening gapim ishonmaysiz. Demak, hozir vatanga berib salomat qaytib keladiganlik masalasi uningki aloqa qaltislikka yo bizimcha emas, balki Xitoyning bugungi projesiga ajnab to'g'ri kelganligidan bu. Ama ishlatayotgan yilida siz sog'-salomat qo'yib berish, qanchalik jihodam berib kelib sog'-salomat kasb, ya'ni kilajillar bizni Los Anjelesda yomon jihodam ketdi. Kilajillar hamma odamlar guldirlab keladi, ota-onalarım keladi. Yani şunun bilan bu ilaqa bizning Uyg'urlar qilgan davosini o'zligidan yo'qotib o'tgan bo'ldi. Ammo yana ajna ko'ndirib kelib, bu qatorni fursatda ma'qul ma'ni tutib ikkinchi qatorni fursatda bizdan ikkidan suzib oladi-da. Ya suzishning hojati yo'q. Shunami? Nima hojati bor suzib olishni? Hech hojat yo'q. Mushuni xalqarada iplas tugdi. U yer Uyg'urlarni qirib asha tugatdi. Bu chatdagi Uyg'urning birini tuta, ikkini tuta, Uyg'urning miqdoriga hech nima emasdi. Bularni oldig'ini shuda ma Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik degan ma xalqaradagi ma saknatga hujumni vayron qilib etishku. Bu nimasini hamiyatga. Hozir siz bosimiz berib Mavlanka men bermidi viza deb chiqing. Gollandiya pasportingizni ko'tarib kirib. Birida men hozir kirsam %100 ishini hozir kirsam hozir atyan kirsam tushkitlib chiqaman. Mana mavi yili deganni qandoq ishlatib bunda anglasangiz oddiy bir gap. Uni ishlatishda mahoratingiz ketadi. Ko'rdingizmi men ishlatishni? Mana shunday ish. Bas kelaveramiz hozir. Undaq bo'ldimi? Xeyr, bo'ldi. Tamam, ishlarni to'xtatdilar. Programni inshaalloh bir maslahat qilib baqalik, ana bir qarama-qarshi fikr qilgan do'stlar bo'lsa deyish baqamiz. Ben deb qo'ydimku mayli iqtisod sohasida bo'lsin, harbiy siyosat, Xitoy masalasi yo ilm-fan qanday sohada ochiq maydon qilsangiz hammasiga men tayyor. Ma'qul. Bo'ldi. Ma'qullar, xo'shamiz uka. Bo'ldi, ma'qul. Omon bo'ling. Anglag'uchilarning hammanglar ko'p rahmat. Hammanglarning mushu mening leksiyarimni tafsili anglab chiqishinglarga umid qilaman. Bo'ldi, ma'qullar, xo'shamiz men. Ma'qul, rahmat. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu qadar bo'ldi. 36 yiliga aloqador izlanishlar yana oldimizga fursatlarda taqdim qilindi. Biz oldingi kona akkauntimizda Mavlon Yasin afandininki shu 36 yilisi Xitoylarning odamiy ish madaniyati qatorliq boshqa sohalardami yaxshi programmalarni taqdim qilgan. Ammo akkauntimiz o'g'irlangandan keyin u burungi arxiv materiallar asosan cho'kib qoldi, yo'qolib ketdi. Shunga maqatimlik fursatda Mavlon afandimga biz nima qilib yurib, yana bir himmat qilgan bo'lsak deb
ma programmani qayta başlatdık. Ahırgacha Allah muvaffaqiyat berse 36 yilini özümüz ve evlatlarımızdaki menfaat üçün düşünülüşümüzge foydali bo'lgan bir material bo'lib qoladi. Shu do'stlarning saqlanishini, do'stlarga tavsiya qilib qo'yishini, programmaning davomlashi uchun Mevlam Yasin Efendiga har xil usullar bilan madad berib, rahmat aytib degandek bir vatandoshlik burchini ado qilib qo'yishini bir aqlli burchi deb o'ylaymiz hammalarning aqligisi. Bo'ladi, omon bo'linglar inshaalloh. Kelar qatorliq fursatda yana boshqa yangi programmalarda ko'rishamiz. Sizlarni Janob Alloh topshirdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.